Görüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemeni görüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Uyg'ur xonim obdan tudingiz, salomatmisiz? Yaxshi. Rahmat. Siz Men yaxshi shunda bo'ling. qarayman programmasiga xush keldingiz. Rahmat, xush bo'ldik. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarman, anglarman. Sizmi men shunda qarayman programmasiga xush keldingiz. Bugun Asiya Uyg'urning Xitoy mustamlikchil hokimiyati va uning Uyg'ur milletiga yurgizayotgan qirg'inchiligiga qanday qaraydiganligiga qaraymiz. Oldi bilan biz Asiya Uyg'urdan ikki savolni so'ramoqchi. Shuning bilan suhbatimizga kirib ketmoqchi. Bu ikki savolning birinchisi Asiya Uyg'ur qirg'inchiligini, Xitoy mustamlikchil hokimiyati yurgizayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb ataydi ekan. Oldi bilan mushu to'g'risida Asiyadan tezla bir savol so'rab o'tgandan keyin, anandan keyin ikkinchi savolimizga o'taylik. Asiya xonim, Xitoy mustamlikchil hokimiyatining yurgizayotgani Uyg'urlarga yurgizayotgani irqiy qirg'inchilik deb atamdiq yoki u irqiy qirg'inchilik emasmi? Boshqa Irqiy qirg'inchilikmi? Boshqa bir xarakterdagi qirg'inchilikmi? Shunga qanday qaraysiz? Bir millatga qartilgan qirg'inchilik, erkiy qirg'inchilik bo'ldi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki erkiy qirg'inchilik haqidagi aniqlamasi shunday qildi. Bir millatga qartilgan, u millatninki a'zolarini yo'qotish hamda yiltizini yo'qotish, Yahudlar erkiy qirg'inchiligimi? Yahudlar qartilgan erkiy qirg'inchilik. Asosiy maqsad Yahudlarni umumiy jamiyatdan ayirib chiqish, andan keyin ularning obrazini xunuklashtirish hamda mushtaq shaklda ilib berilganda, undan keyin bu Yahudlar bilan aloqador bo'lgan polshaliklar bo'lsin yoki boshqa millatlar bo'lsin, ularni shu Yahudlar bilan birga erkiy qirg'inchilik uchirgan. Lekin asoslar eng cho'ng gavda erkiy qirg'inchilik bo'lgan va buningki erkiy qirg'inchilikning nishonimi Yahudlar qilingan hamda. Shunaqa bu Uyg'urlar qartilgan erkiy qirg'inchilikdimi? Nishon Uyg'urlar bo'lgan, bosh nishon. Endi bu yerda Asiya masalan İngilizce'den tercüme qilindi, Uyg'urlar İngilizce'den tercüme qildi bu atalg'uni. Mesela İngilizce'de bunu genocide deb ataydi. To'g'ri. Genocide. Bu genocide degan bu atalg'uda irqiy degan gap yo'q. Masalan, biz irqiy degan gapni biz Uyg'urcha tercüme qilgan vaqtimizda genocide'ni irqiy qirg'inchilik deb oldik. Shundaqla bu genosideninki aniqlamasida shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki to'rbetida aniqlamasida genosideninki to'rt xil shaklda yuz beradi deb aniqlaydi genosidni, ya'ni qirg'inchilikni. Birinchisi diniy gruppalar. To'g'ri. Diniy gruppalarmi shu, to'g'ri. Ikkinchisi irqiy gruppalar. Yani irqiy gruppalar deganda buning ichiga masalan etnik asonliklarni kiradi. Shunga o'xshash bunda irqiy gruppalar deb aniqlaydi. Yoki bo'lmasa bir xil ijtimoiy gruppalar. Ijtimoiy gruppalar yoki bo'lmasa milliy gruppa. Milliy gruppa degan vaqtda bu yerda bir millat, bir davlatning millatini butunlay yani butunlay yoki oz sonda
butunlay yoki ayrim yoki yerim holda yoki bir qism holda yo'qotishni maqsad qilish, intent, maqsad qilish, ya'ni ko'zlash, aslash degan shunday shaklda berdi aniqlamani. Shunda bo'lgan vaqtida bu yerda genosidening, ya'ni qirg'inchilikning to'rt shaklining birini biz shunda atapdik, irqiy qirg'inchilik deb. Lekin Uyg'urlarni biz bir mustamlika millat deb qaraymiz. Siz mi shunday qaraysiz? Shunga sizmi bugungi suhbatda Xitoy mustamlikchisining Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlar haqida so'zlamoqchisiz. Demak, bu yerda Xitoy mustamlikchi bo'lgan ekan, Uyg'urlar mustamlik millat bo'lgan bo'ladi. Ya'ni mustamlik qilingan millat. Shunda bo'lgan vaqtida ularga yurgizilayotgan qirg'inchilik diniy qirg'inchilikmi emas, masalan, yoki irqiy qirg'inchilikmi emas, milliy qirg'inchilik, ya'ni milliy saviyadagi milliy nima deymiz, xarakterdagi qirg'inchilik bo'lishi kerak. Sizningcha shundoq aniqlama bersak, suhbatimizdan burun bizning ko'rarmanlar biroz farqlantirib olsa demoqchiman. Sizningcha shundoq aniqlama bersak bo'lamdi? Menimcha bo'ladi. Hamda bu irqiy qirg'inchilik haqiqatan men bu ko'rdim. Genocide deb ham ataydi ekan, unga oldiga boshqa narsa qo'shilmay ekan. Lekin bizda umumlashib qoldi bu irqiy qirg'inchilik deb atash. Bu irqiy qirg'inchilikniki nereden kelganini qarsam, bu Xitoychada Jungzumiye aytganda buni. Jungzumiye. Genosidni ashtaq tarjima qildi ekan. Tarjima qilgan ekan, bunga avtomatik holda Uyg'urcha tarjima qilingan. Uyg'urcha Xitoychadan tarjima qildi demoqchimisiz? To'g'ri. Ashunday tarjima qilingan bo'lishi mumkin deb men bilmayman. Bu atalg'uni kim tarjima qildi? Cho'qim shunday tarjima qilindi. Cho'qim shunday. Chunki bizning nurg'un atalg'ular Xitoychadan tarjima qilindi emasmi? Shuning bilan endi bu irqiy qirg'inchilik deb atalgandan keyin shu biz shunday atab keldik endi. Lekin bu to'g'riliq izlangan vaqtida shu genocide ekan. Biz agar mumkin bo'lsa genocide deb olsak, texmi qulay bo'ldi ekan deb men shunday tushundim endi. Okey. Endi ikkinchi savol, siz Xitoy mustamlikchilarining Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlar haqida so'zlamoqchi bo'lyapsiz suhbatda. Bu yerda siz Xitoy mustamlikchilari deb yoki Xitoy mustamlikchisi deb atagan vaqtingizda, demak, Xitoyninki Sharqiy Turkistondagi mustamlikchil hokimiyatini ko'zda tutasiz. Shunda bo'lganda men biroz burun Xitoy mustamlikchil hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan milliy qirg'inchiligi haqida degan vaqtimdagi mushu ikki atalg'u, masalan, Xitoy mustamlikchil hokimiyati yana bir tarafdan milliy qirg'inchilik. Mushu ikki atalg'uda biz o'rtaq bir yerga kelalamdik. Agar kelalasak, andan keyin mush o'rtaq yerdan boshlasak suhbatimizni. Kelalaymiz, demak kelamaymiz. Okey. Kelalaymiz. Undaq bo'lsa, Xitoy mustamlikchil hokimiyati Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur millatiga milliy qirg'inchilik, ya'ni milliy saviyada qirg'inchilik beryapti. Ham bu qirg'inchilik biz Uyg'ur tashkilotlari yoki Uyg'ur milliy ozodlik harakati tarafidan yoki Sharqiy Turkiston milliy ozodlik harakati tarafidan 2017-yildan boshlangan shaklda qarayapmiz bu milliy qirg'inchilikqa. To'g'ri. Siz Xitoy mustamlikchil hokimiyatining milliy qirg'inchiligini, Uyg'urlar qaratgan milliy qirg'inchiligini 2017-da boshlandi deb qaramsiz yoki buningdan burun boshlanganmi? Men unda qaramayman. Xitoy kommunist hokimiyati, ya'ni Wang Jun 100 ming kishilik qo'shinni boshlab kirgandan boshlangan bu qirg'inchilik. Undan keyin bu yerda bunday bir voqelikni qistirib o'tgim keldi. Shu Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchilikning qachon boshlanganligi to'g'risidagi masalaga oid. Sizlarga ma'lum, men 2019-yilning oxiri China Cabal deydigan bir Xitoy maxfiy hujjatlarini oshkorlashga qatnashgan. Bu hujjatni men bevosita ta'minlamagan. Menga shu Gollandiyada bir ta'minlash orqali men
xalqaro mediaga, yana Adrian Zenzga topshirgan bu hujjatni. Mushu vaqtlarda men mushu sababli, hujjat sababli xalqarodagi nurg'un Uyg'urshunoslar, muxbirlar deganlar bilan tanishish fursatiga erishdim. Bu jarayonda Angliyadagi bir Uyg'urshunos bu keldi bizniki mushu Gollandiyaga maxsus men bilan ko'rishgili. U odamniki Uyg'ur tili shunday yaxshi. Biz paranglashdik bu Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilik to'g'riliq. Shu vaqtida u odam dedida bu shu Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin anadan yuz berdi. Bo'libmi 19-qurultaydan keyin degan so'zni qildi. Bu 2017-yili 19-qurultay Xitoyniki. Shuni bilan qandaqsiga bundaq deysiz desam, mushu Xi Jinping taxtga chiqib bilan bu siyosatlarni o'zgartdi, butunlay Uyg'urlarga qaratgan emas, butkul mushu osonliq millatlarga qartilgan siyosatlarni o'zgartdi dedi. Men dedim, agar g'arb siyosiy yo'llariniki nuqtasidan Uyg'urlarniki peshiq kelgan, ya'ni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatiga baho bersangiz, bu vaqtda to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Xitoy bilan g'arbniki siyosiy tuzilmasi butunlay o'xshamaydi. Xitoy bir Xitoycha alaydik ega kommunist tuzum deydigan bir jamiyat. Kommunistlarning jamiyati. Undan keyin u yerda bir partiyalik tuzum hozirgacha davom qilgan. Bu partiya 1921-yili qurilgandan tortib toki bugungacha bu birli nishonni birli nishon uchun ilgarilab keldi, plan tuzib keldi. Her 5 yılda bir qatim plan tuzdi bular. 5 yillik planda bu 5 yillik plan hozirgacha davomlashyapti. Ular u plan o'zgargani yo'q, partiya ham o'zgargani yo'q. Shu bularning siyosatini Xi Jinping chiqqandan keyin deb qarasak to'g'ri bo'lmaydi. Ularning siyosatini partiya belgilaydi. Shu Xi Jinpingning o'rniga kimni chiqsin, hatto bir Uyg'urni chiqarib qo'ysimi, Uyg'urlarning beshiga bu shu kunda irqiy qirg'inchilik keladi. Shu irqiy qirg'inchilik 2017 boshlanmadi, balki shu Wang kirgandan tortib boshlangan dedim. U odam xeyli qoyil bo'ldi bu ishga. To'g'ri, men bu bir partiyalik tuzumniki bu 5 yillik plan bu narsalarni men aqlim keltirmabdi ekanman. To'g'ri deganingiz dedi. Shuningga endi bu irqiy qirg'inchilik shu vaqtdan boshlab boshlangan. Demek onun jilini atay alırsak demek 1949'dan başlap diyelim. Doğru. Ondan olsa 1949'dan buruncu Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik yurgizmaganmish. 1949-yildan burun albatta irqiy qirg'inchilik bo'lgan. Uningdan burun Manju imperatorlik vaqtida bo'lgan bu irqiy qirg'inchilik. Uyg'urlar shu hokimiyat kuchini yo'qotgandan boshlab bu irqiy qirg'inchilik ularning beshida yo'qolib boqmadi. Lekin bu qahramon millat ta hozirgacha chidab, hozirgacha mavjudligini saqlab kelyapti. Endi bu nima uchun bu 49dan keyingi narsani so'zlab qoldik degan vaqtida hokimiyat biz bilamiz Manju imperatorligini og'dirgandan keyin aslida hamda Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar, hatto boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarning hammasi mustaqil bo'la oladi. Chunki xuddi Osmanlılar imperatorligi og'dirilganda 22 arab davlati qurildi. Shundaqmi? 22 davlat qurildi. Britaniya imperatorligi og'dirilmadi, lekin ular kolonialni amaldan qoldirdi. Mustamlikalikni amaldan qoldirgandan keyin nurg'un davlatlar, Afrika, nurg'un davlatlar mustaqil bo'ldi. Taslarning Kanadami shu. Shunaqmi? Sovet İttifaqı 90-yilda boshladi. Sovet İttifaqı parchalangan vaqtida bu Qozog'iston, Qirg'izistonlar mustaqil bo'ldi. Shuningdek, bir imperatorlik parchalangan vaqtida shu imperatorlik mustamlika qilgan zaminlarningki mustaqillik jakalash haqqi huquqiy bo'lish kerak. Lekin u vaqtida bizda shunday bir ishlar bo'lmagan hamda bo'lmagandan keyin biz u yerda mustaqillikdan mahrum qilib Xitoyningki Wuzugunxa degan yolg'onchiligi ostida Junxa Mingoga qaytilib ketdik. Lekin Junxa Mingo degan bir ayrim davlat. Hozirgi Junxa Xalq Jumhuriyati bilan ikkisi ishqa hokimiyat, chunki ikkisining asos qonuni boshqa, ideologiyasi boshqa, dastlab qurilganda territoriyasi boshqa. Shunaqmi? To'g'ri. Lekin bu bir savol Asiya. Lekin bu o'xshamagan ikki davlat, o'xshamagan ikki siyosiy tuzumninki
Uyg'ur milletiga qaratgan siyosati, ya'ni mustamlikçil siyosati farqlanmaydi-ku deyman, ha? Ko'p farqlanmaydi, lekin Ha. Mhm. bir-birsidan nima deymiz? Gomindan vaqtidagidan kommunist Xitoy vaqtiga kelgan chog'da bu narsa texmo ilqi xuddi telefonlarniki sistemalar update bo'ldi-ku. Aha. Yo'q, nima deymiz? Taraqqiy qildi. Aha. Aslida texmo uningga yangi turlar qo'shilib bu Qo'shilib. ajoyib bir shaklda ta bugunga qadar. Aş yeni turlar haqida so'zingizni mush yeni turlar haqida başlasangiz deyman. Mush yeni Bo'ldi. turlar. Bo'ldi. Bizga ma'lum, kommunist Xitoy bo'lsin yoki Gomindan bo'lsin, har ikkisi dastlab qurilganda shu xalqaro kommunizm harakati deydigan bir organning sobiq Sovet ittifoqi sharpacha ag'dirilgandan keyin deb qolgan. Xuddi Amerikaning Marshall planidek bir plan hamdi. O'sha vaqtlarda ikki ideologiya bor dunyoda. Birsi Amerikaniki demokratik ideologiya, birsi sobiq Sovet ittifoqiniki kommunist ideologiyasi. Shu ideologiya asosida ashlarning yordami bilan endi hokimiyat qurishga muyassar bo'lgan. Ikkilisi ashlarning yordamini olgan, hatto bizning Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishimi xalqaro kommunizm harakatiniki yordamidan mustasno emas. Shundaqmi? Bo'libmi ikkinchi jumhuriyat? Ha, bo'libmi ikkinchi jumhuriyat. Shuningga endi bu kommunist Xitoy sobiq Sovet ittifoqi tarafidan kommunist Xitoy bizning Uyg'urlar emas, ya'ni Sharqiy Turkiston emas, Sharqiy Turkiston tashlab etilib, kommunist Xitoy tanlangandan keyin kommunist Xitoyning butun sistemasi sobiq Sovet ittifoqining sistemasidan o'rnak elingan. Shuningga buningki update bo'ldi deganda Gomindan uni qilishga ulgurmagan. U zulm har xil zulm qilgan, lekin bu Xitoy Kommunist partiyasi Leninninki bu millatda siyosiy u bo'ladan o'rnak olgan. O'rnak olgandan keyin biz bilamiz 49-yili bu Xitoylar ishlab chiqarish qurilishga yordam berish nomida Wang Zhenni avatdi, shunaqo u yerda bostirimiz deb kirmadi. Chunki bu Ahmadjon Qosimlarni Beyjingga avatib kelishimiz tuzimiz degan vaqtida bu Ahmadjon Qosimlarning Xitoyniki bular mustaqillik tarafdorida hamda shu vaqtlarda bular shu niyat bilan manga vaqtida bu aytlan hodisa bo'ladi. Bular bilan kelishim tuzish degan narsa yo'qaydi u yerda. Yo'qolgandan keyin bu yerda asli bir hokimiyatni masalan vaqtida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati garchi o'lkaga aylantirilgan bo'lsa-mu, vaqtida Gomindan qochib ketgan. Xitoy bilan ishga urush qilgan vaqtida mag'lub bo'lib, bu qochib ketgan Tayvanga. Bu hokimiyat xuddi uyning egisi uyini tashlab, bolalarini tashlab qochib ketgandek, bu hokimiyat masalan boshsiz qolgan vaqtida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining raisidir bo'ldi. Buningga Xitoy kirish uchun chuqur bular bilan bir kelishim tuzish kerak. Xuddi Manchu imperatorlik ag'dirilganda sizlar mustaqil bo'lamsizlar yoki biz bilan birlanib qolamsizlar degandek bir narsa bo'lish kerak o'tirdi. Lekin bu narsa bo'lmagan. Ayblov voqeasi bilan, bu sirliq ayblov voqeasi bilan bu ishlar amaldan qolgan, hech qanday kelishim yo'q, rasmiy hujjat yo'q ahvol ostida Xitoy ozodlik armiyani emas, balki ishlab chiqarish qurilishga yordam beradigan 10 ming kishilik yolg'on qo'shinni Wang Zhen orqali avatgan. Lekin bu yerda qirg'inchilik shuning bilan boshlangan. Xalqaroning ko'zini bo'yash bilan. Endi bu yerda Mao'ning shu vaqtida Jo'qa xalq jumhuriyati qurilgan vaqtida Mao'ning boshchiligida bu Birlashgan Davlatlarga tashkilotiga kirmagan hamda ular, chunki vaqtida Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga vakolatan ular Tayvan turadi. Tayvan toki 1971-yilgacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turdi. 1971-yili Kissingerning Xitoy ziyorati va shu vaqtdagi Amerika bilan sobiq Sovet ittifoqi orasidagi so'g'uq urushda Amerika Xitoyni yeniga tortishga ehtiyojli bo'lganligi uchun Kissingerniki 3-oyda Kissinger keldi. Kissinger kelgandan keyin bular BDTga kirdi. Shu yil 10-oyda kirdimi, oktyabrda. Kirdi, Tayvanni BDTdan chiqarib etdi. 72-yilda Nixon keldi, Xitoy bilan Amerikaninki do'stligi boshlandi. Shu vaqtga qadar 20-30 yilga yaqin vaqtda Mao'ning boshchiligidagi Xitoy Amerikaga qarshi boshda
Başta Amerika qarşı Sobiq Sovet İttifaqı bilan birga, keyin O'rta Sharqdagilarni yeniga tatgan, garchi BDTda vakil bo'lmasa-mu, O'rta Sharqdagilarga nihoyat zo'r har xil harbiy yordam, bu ularningki mustaqillik kurashlarini qo'llash, bu ishlar bilan O'rta Sharqda nihoyat zo'r yuz obro'y topgan, hatto O'rta Sharqdagi kishilar Mao'ning tanlanma asarlarini xuddi ilohga cho'qingandek cho'qinib o'qiydigan darajaga kelgan shunday bir To'g'ri. vaziyat hamdi. Çünkü O'rta Sharqda hatta bazı partiyalar, kommunistik partiyalar Mao'chilar deymiz. Mao'chilar, to'g'ri. Mao'chilar bo'lib ketgan hamdi. Shuncha hatto Mao'ning o'zini 3-dunyoning dahisi deb qaragan. Uchinchi dunyo ellarningki dahisi deb qaragan, ham shunday qabul qilingan desakmi bo'ladi hamda jihatdan. Bu vaqtlarda Xitoy umumyuzlik dunyoga ichib etilmagan holatda, yepiq holatda bir vaziyat. Shu Uyg'urlarningki ahvolidan xalqaroningki nima deymiz endi Xitoyga qarshi jamiyatning bo'lib, g'arb jamiyatininki xabardor bo'lish yoki ular bildirish bugun kerak. Undaq ahvol yo'q endi. Uyg'urlar shunday butunlay yepiq holat yashaganda, shuning u vaqtdagi qirg'inchiliklar, undan keyin Mao'ning nurg'un siyosiy harakatlarni elib bordi. Masalan, yer islohoti deb Uyg'urlarningki Lekin Asiya gapingizni yine davomlashtirishdan burun bu yerda siz eskartgan masalan farqlar, masalan kommunistik tuzumi bilan Xitoy hokimiyatiningki kapitalistik yoki millatchilik tuzumi bilan Gomindangningki, Junxamingoning bu ikkisida Uyg'urlar qaratgan siyosatida bularningki mustamlik siyosatida farq borligini, mush farqlarning nimasini siz tushunmoqchi edingiz. Lekin hozirgacha masalan biz taxminan 72-yilga kelib qoldik. 49-yildan. Lekin bu farqni so'zlab o'tmadingiz. So'zildim birinchi nimada Leninninki bu davlat boshqarish Lenin ideologiyasini o'rnak oldi dedim. Leninninki. O'rnak oldi, lekin u Uyg'urlarni masalan bizga bo'lgan Xitoy mustamlik hokimiyatiningki Uyg'ur millatiga bo'lgan soyalari, tashlangan soyalar qanday bo'ldi? Mushni eskartib o'tish zarurmikin deyman. Masalan men buni eskartdim keyindagi vaqtida, chunki siyosat o'xshashchu. Xitoyning butkul territoriyasida elib borgan siyosat bir o'xshash nomda elib berilgan, lekin Uyg'urlarga qartilgan siyosat garchi o'xshash nom ostida bu siyosat boshqacha elib berilganda Uyg'urlarga. Shuningga buni men bu yerda demoqchi bo'lganim Asiya, nima masalan Junxamingo 49-yilgacha desak, siz 49-yilni bir başlanış noktası qildingiz so'zingizningki, suhbatimizdan. 49-yilgacha Junxamingo Uyg'urlarga qaratgan siyosatida davomli Sharqiy Turkistonni bir o'lka shaklda qarab keldi, ya'ni o'lka shaklda muomala qildi, bir o'lka. Ya'ni Junxamingoning bir o'lkasi shaklda, Xinjiang o'lkasi shaklda. Lekin kommunistlar 49-yildan keyin bo'lib 1955-yili siz eskartgan shu Leninizm mashalasi kommunistlarningki milliy siyosati, ya'ni milliy siyosatiga asosan Xitoy kommunist hokimiyati 1955-yili Junxamingo o'lka deb qaragan. Masalan Xinjiang o'lkasini bular Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb avtonom rayonga o'zgartdi siyosatdan. Demak, bularningki bu avtonom rayonga o'zgartishi kommunist Xitoylarning hargiz Uyg'urlarning bir milliy sifatidagi milliy haq huquqlarini berish emas, balki kommunistlarning bo'libmi Sovet ittifoqining siz eslatgandek ta'siri bilan kommunizm ideyasininki milliy siyosatini yurgizish, tatbiqlashga majbur bo'lgan shaklda 1955-yili Uyg'urlarga avtonomiya badi deb qarasak bo'lamdi. Bo'ladi. Buni Lenindan o'rnak oldi deyishimdagi sababim dal shu avtonomiya masalasi. Lenin ash vaqtida Charpachaniki ziminni
saqlab qilish ham o'zining marksizmlik millat nazariyasi bo'yicha milliy mustaqillik deb Oktyabr inqilobini qo'zg'agan, Charpatlarni zulmga uchragan millatlarni ozod qilamiz deb hamma millatlarni qilib bu urushni qo'zg'agan mushu gapga amal qilish uchun, lekin yanala bu Charpatlarning territoriyasini saqlab qolgan asosda bularga yolg'on jumhuriyat. Mushunaq berganimdi. Bular Qozog'iston, Qirg'iziston deganda bu 5 jumhuriyat qurilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu sobiq Sovet ittifoqininki kompartiyasi tarafidan boshqarilgan. Xuddi mana bizningki vatandami bir avtonom rayonniki raisiga bir partkom shujisi. Partkom shujisi qo'shib qo'yildi. Partkom shujisining huquqi avtonom rayon raisidan cho'ng bo'ladi. Cho'ng bo'ladi. Ashunday boshqarganda bu narsani o'rnak olgan. Lekin o'rnak olganda bu Lenindan oshirayotganda bular. Oshirayotgan qanaqa oshirayotgan? Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni degan bir cho'ng territoriyada Uyg'urlarning noposi shu vaqtdagi Xitoy statistikasida 1953-yili qilgan bu statistikani e'lon qilgan. Shu vaqtda Uyg'urlarning noposi 78% ni egallaydi. Butun Uyg'ur avtonom rayonidagi noposida. Xitoyning o'zining statistikasida hamda agar o'zimiz statistiksak balki bundan mujiqqa nisbatni egallashi mumkin. Hamda shu o'zining statistika bo'yicha 78% Uyg'ur, Xitoy 6% deb qilgan. Qolgani necha persentlar undan boshqa millatlar. Mushunday ahvol ostida bu 54-yildan boshlab bu avtonomiya beramiz deb, avtonomiya qilamiz deb, avtonomiyaga bo'lishga boshlagan. Bo'lgan vaqtda qanday qilgan? Shinjang ishlab chiqarish qurilish bentuvaniga bu shimoldagi noyati cho'ng ziminlarni bo'lib bergan. Undan keyin qozoqlarga, qirg'izlarga, Mo'ng'ullarga, hatto shivalarga, tungallarga, tungallarga. O'shanda birdan hatto ba'zan millatlarga ishkidan avtonom oblastlarni bo'lib bergan. Bo'lib bir bo'lgan vaqtda eng oxirida Uyg'urlarga Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni degan bir quruq nomni Uyg'ur avtonom rayoni deb bergan. Lekin u Uyg'ur avtonom rayoni degan nomning ostidagi butun ziminlar bo'linib bo'lganda, bo'linib bo'lgan. Uyg'urlar quruq nomga erishgan endi vaqtida. Texi u nomga erish bilan bo'ldigan bu vaqtida avtonom rayonniki qonuniy deydigan bir narsa chiqish kerak dastlab. Avtonom rayon bo'lgandan keyin bu qurilgandan keyin bu avtonom rayondagi xalqlarning avtonomiya huquqini qo'g'dash uchun bir qonun chiqish kerak bu yerda. Lekin bu qonun chiqmagan. Bu qonun taki 84-yili anondan keyin chiqqan. U vaqtgacha Uyg'urlar nurg'ulg'an qarshilik harakatlarini olib borgan, Uyg'urlar bir qitimmi tinch turmagan. Butkul mushu tarixga qaraydigan bo'lsak, hammasi Uyg'urlarningki qarshilik harakatlari. Uyg'urlarning qarshilik harakatlari. Endi mushundaq aldamchilik bilan kelganda, endi bu 72-yilga kelgan vaqtda bu Amerika bilan munosabatni o'ngishib olgandan keyin bu Xitoy BDTda bir o'ringa erishgandan keyin xalqaro uningki ziminini, uning egilik huquqini rasmiy shaklda e'tirof qilgandan keyin u vaqtida bu Xitoy bu yerda Uyg'urlarningki biz bilamiz bu Xitoy 78-yili islohot qilamiz dedi. Chunki islohot qilmasa bo'lmaydi vaqtida 49dan 76 yosh mavzum o'lib ketkichi bo'lgan orliqda bizning vatanda nima ishlar bo'ldi? Men bu yana bir qistirib o'tib ketay. Bu jarayon Uyg'urlar uchun ichinishli bir jarayon hamdi. Bu irqiy qirg'inchilikning birinchi bosqichi deb tushunsak bo'ldi. Bu jarayonda bu avtonom rayonni bo'lib bo'lgandan keyin Bentanga eng zimini mo'l tarixchilikqa foydali hamma yerlar jo'grafiyalik muhitim yaxshi bo'lgan shimol tarafni bo'lib berganda endi bo'lib berish bilan tang Bentanningki shu dehqonchilik ishlarini zamonaviylashtirishda hukumat Xitoy Beijing hukumati bevosita iqtisodiy yordam, siyosat hamma narsani bularga tayyor qilib bergan. Andan keyin ishkirdan Xitoy ko'chmanlarini chiqdi, uni bilamiz biz necha yilga bo'lib chiqib. Ishkirdinmi Osiyo, ishkirdinmi yoki Xitoydan kechiring, Xitoydan biz vatandagi kallamiz bo'yicha ba'zanda ishkir deb
Ağzımız künüp qalgandan keyin buni o'zgartirish kerak. Özür so'rayman. Xitoydan bu Xitoy ko'chmanlarini nihoyatda tez suratda chiqib bu Uyg'urlar bilan Xitoy ko'chmanlarining nopusini 78-yilga kelgan chog'da asosan tanglashtirdi. 1-2 million farq. 1-2 million farqlar bor holatga keltirib qo'ydi. Bu keltirib qo'yish bilan qolmay Uyg'urlar shimolda bilimiz 62-yildagi cho'ng ko'chish. Bu vaqa dal mush Bintuanningki zo'migarligidan kelib chiqqan vaqa desak, uni hargizmi ashuratgan bo'lmaymiz. Bintuan sabab Bintuan Uyg'urlarning yashash muhitini butunlay tartib Uyg'urlarga yashash imkoniyati qo'ymagan. Nurg'un siyosiy harakatlar Uyg'urlar tutilgan, hatto bizning Sharq Turkiston inqilobiga qatnashgan, undan keyin bu Sharq Turkiston tarqalib ketgandan keyin qolib qolgan shu qoldiq bizning tabarruklarimizning hammani yo'qitib, urug' avlodlardan tortib yo'qitib, bularni shunday vayron qilib etgan endi. Bu vaqtida 62-yildagi cho'ng ko'chish dal shu sababli nurg'un Uyg'urlar ko'chib ketgan. Bu ko'chib ketgandan keyin bu yerga Uyg'urlarning zimini, terilg'i yerlari, uylari hamma narsani Bintuandan ko'chma Xitoydan chiqib bu yerga yerlashtirgan. Yerlashtirgandan keyin bu vaqtida anadan keyin 60-yilda 70-yillargacha bo'lgan oraliqda bu yerda janubdagi Uyg'urlarning janubdagi Aqsu, Qashqar, Xotan degan bu taraflardagi Uyg'urlarning soni ko'p, mana shimoldagi Uyg'urlarning soni oz. Bundaq anadan keyin janubdagilar nomrat, shimoldagi Bintuanniki boy, bundaq ahvol shakllangan. Bu janubdagilarning nomrat bo'lishi hech qanday dunyoning hech qanday yerda dehqon nomrat emas. Faqat Xitoyda dehqonlar nomrat. Dehqon degan bir yerning egisi u, tuproqning egisi. Lekin Xitoy kirgan vaqtida Xitoyning tuzilmasi kommunist tuzum, u kollektiv egilik bilan davlat boshqaradigan bir hokimiyat u. Shundaq bo'lganligi uchun u yerda yakki egilik degan narsa qonunga xilof. Xitoyga nisbatan u yerda yakki egilik bo'lmaydi. Hamma narsa kollektiv egilik degan narsa bo'lganligi uchun kollektiv egilik deganda Uyg'urlarning yakki shaxsiy mol mulk, zamin, tuproq hamma narsani tortib olganda Xitoy tortib elib, ondan keyin Uyg'urlarga yana buni pulga o'diga bergan. Keyin u vaqtda kooperativ qurib o'diga berdi. Shunaqmi? Bu vaqtda Uyg'urlar bu o'diga olgan yerlarga teriqchilik qilib, jinnini beqish kerak, hukumatga boj topshirish kerak, asharga chiqish kerak, nurg'un narsalar bor edi. Bu janubda nurg'un Uyg'urlar bor. Lekin bu Uyg'urlarniki teriqchilik qilish uchun teriqchilikning asosiy suv. Shunaqmi? Suv. Suv bo'lish kerak birinchidan. Tuproqqa suv bo'lmasa, narsa o'smaydi bu yerda, ziroatlar o'smaydi. Bu suvning men qarsam, shu vaqtda izlansam, bizniki vatanda 590 dak daryo, cho'ng kichik daryo yaqinlari bor ekanda. Mushu cho'ng kichik daryo yaqinlarining hammasini mushu Bintuan kontrol qilgan ashundaq qilgan ekanda, ash Bintuanni o'rlashtirib. Bintuan kontrol qilgandan keyin Bintuanning teriqchiligidan oshgan suvni anandan keyin Uyg'urlar ishlatiladigan, agar Bintuan bermasa, Uyg'urlar teriqchilik qilolmaydigan holatga tushib qolgan. Bu teriqchilikda suv yo'q, siyosiy jihatda yordam yo'q, iqtisodiy yordam yo'q, hokimiyatni tashlab etgan ular chatg'i mushtaq ahvolda janubdagi Uyg'urlar Sharq Turkiston davridagi holliq saviyasidan birdilla eng nomrat, hatto butkul Xitoy bo'yicha nomrat millatdan tizg'otib eng oxirgi tizilganmışlar. Ya'ni birinchi darajada nomrat holatga kelib qolganda 78-yil Deng Xiaoping 11 navbatlik 3-umumiy yig'inda bu islohot qilamiz deb ochdi. Chunki Amerika bilan munosabatni yaxshilab oldi-da. Yaxshilab olgandan keyin bu islohot qilamiz dedi. Islohot qilamiz degan vaqtida, ya'ni mundaq narsani o'ylayotganda, islohot qilgan vaqtida Uyg'urlarning masalasini qanday qilish kerak? Uyg'ur ham o'sha vaqtlarda mushu so'zingizni davomlashtirishdan burun, chunki bir yangi ish ichilib kiryapmiz. Tamam. Shundan burun siz biraz burun eskertgan bir pek muhim bir nokta var. Siz o noktanınki ictimai ve iktisadi tarafını süzdünüz Uyg'urlarga bo'lgan ta'sirini, iqtisodiy ve ictimai ta'sirini. Lekin yine bir en asaslı bir tarafi var deb o'ylayman, men hamda shaxsan. U bo'lsa-mu Xitoy kommunist tuzumininki, ya'ni yakki egilik bo'lmaydigan,
devlet ilgili bulunduğun Muşundaq bir tüzümde Kolektif iyilikten. kollektif ilgilik. Evet. Uygurlarınki ilgilik hukuki yani yergi bolgan, zimmingi bolgan ilgilik hukuki bütünley musadir kılınıp ketdi. Muşu siyaset nimisidir. Şuna olan bundaq şip etqa vaqtida Uygurlar ziminsiz kaldı. Yani özünün zimininden ayrıldı. Mesela üyü bağla, üyüdün, üyünün ilgilik hukukudan. Zimini valla, dixalla mesela yak bay dixalla deyli, komşikla koşbaştan içinde emdi. Bula mu özününki işte ziminlerden şu zimini boğan ilgilik hukukudan ayrılıp gitti. Hatta karxançılar mı şirketleri doğru. Devletning degan bir siyosatni yurgizdi. Bu siyosatni hozirmi malaqi bizning Armanda dаңliq korxonamiz bor hozirmi? O'shani hozir yurgizib, men bu to'g'riliq sal turib so'zlayman. Bo'ldi. Endi mushu nuqta menimcha yani naiti bir muhim nuqta hesaplanadi. Bulupmu bu Uyg'urlarninki mushu nima deymiz? Mustamlika hayotida yoki tarixida mushundaq bir o'zgarishning, ya'ni kommunistik hokimiyatning kelib davlatida Uyg'urlarni ziminidan mahrum qilish, masalan, ziminiga bo'lgan egilik huquqidan mahrum qilish, bu yeni bir tarafdan yani Uyg'urlarni vatansiz qo'yish, ya'ni qonuniy jihatdan. Masalan, Falastinliklar ko'p ta'kidlaydi buni. Masalan, Falastinliklarning aytishida 40 yıllardan burunrak 37-38 yıllarda Yahudiler Palestin'e berip zimin setip edip öylerini setip edip başlattıkken. Şunun olan 47. yılı İsrailiye devleti kurulgan vaxtıda 48 Palestin'in nurgun ziminleri ilgili hukuk İsrailiye Yahudilarning qo'liga o'tib qolgan shu vaqtlarda. Yani muşunga silishtirgandimi demek Yahudilar setib olib yazminlarni anda qilgan bilan Xitoy mustamlikchil hokimiyati o'zining kommunistik siyosati aqidasi nima deymiz tüzümiga asosan Uyg'urlarni yer ziminsiz qo'ydi deb mundaq qarshimiz kerak endi bu meselede. Bu yerda men faqat eskartib qo'ymoqchi bo'lganim, siz eskartgan masalan kommunistik tuzum bilan kapitalistik tuzum yoki milliy tuzum Xitoylarninki Junxamingoning ikkisining farqidagi Uyg'urlarga bo'lgan yoki Uyg'ur millatiga bo'lgan ta'siri haqida shuni eskartib qo'ygim keldi. So'zingizni davomlashtiring. Bo'ldi. Endi hozir so'zlab shu 78-yilgi islohot davriga keldik. Shunday bu vaqtda Uyg'urlar nomurod, butun Xitoydagi eng nomurod holatga kelgan. Xitoylar, ya'ni bizning vatandagi Xitoylar, aqo'm Xitoylar eng boy holatga kelgan vaqtda mushtaq nima shakllangan. Bu vaqtda bu islohot qilishdan burun Deng Xiaoping o'ylaydi ekanda, bu islohot qilsak biz g'arb bilan aloqa qilamiz, g'arb demokratik jamiyatlar vaqtida Amerikami butun g'arb jamiyati Xitoyning iqtisodiy taraqqiy qilsa, islohot ichibassa, ishni bizga olsa, dunyo sud tashkilotiga a'zo bo'lsa, bu vaqtida Xitoy boy bo'lgandan keyin cho'qim demokratiyalashadi degan narsaga ashta qarashga kelganda, shuna qarashga kelganligi uchun bu do'stlikni boshlagan ham Xitoyni yeniga tatgan boy qilamiz deb. Hatto 89-yildagi o'quvchilar harakatini nima qilmadi-ku, shu Xitoyni qo'llaymiz, yo'laymiz deb. To'g'ri. Endi shundaq bir vaqt bo'lgandan keyin bu Deng Xiaoping o'ylaydi ekan kalasini qatirib, bu agar ashta bo'lib qolsa, bu osonliq millatlar deydi-ku endi. Xitoy bo'lmagan millatlar Xitoyga qarshi harakat qilib vaqtlarda bu sharqiy Yevropa vaqtlarda shunday tinch bo'lmagan vaqtlar, sobiq Sovet ittifoqi Yugoslaviya lanishib qolgan vaqt, bu butun dunyoda kommunizmga qarshi bir harakat umumyuzlik bosh ko'targan bir davrda Xitoy endi shu
Muştaq bir davrda bu Uyg'urlar, Tibetlar deganlar bu ishni ichib etishimizdan foydalanib mustaqillik e'lon qilib olsa, biz qanday qilamiz buni ashla qilolmaydigan bir yo'l bilan islohot ichib etishimiz kerak degan narsani qildik. Shu vaqtida yana Mo'ng'ulniki mana bu ikki Mo'ng'ulning birinchi navbatlik bir raisi bor ekan, Abdum raisi. Uniki ismi Wulanfu. Bu Wulanfu bir programma chiqarib bergan bir loyiha. Bu loyihasi nima ekan desangiz, Şinjan'a yordam. Kim iş chiqarib berdi ekan? Markaz komitetimi? Ha, Markaz komiteti. Bu 79-yili bu loyihani Deng Xiaopingga sunadi ekan. Sunib bu loyiha nima deydi ekan? Shu Şinjan'a yordam nomida eng boshda mana bu Xitoy o'lkalari taraqqiy qilsa, ular taraqqiy qilib, pul tepib, boyib bo'lgandan keyin, andan keyin Şinjan'a yordam yoki G'arbiy diyorga yordam degan nomda Tibet Şinjan'ga andan keyin yordam nomida kelib, andan keyin bularni taraqqiy qildirsa degan shunday bir programmani chiqarib berdi. Bu Deng Xiaopingning kallasi shunday ishlaydi ekanda, bu nihoyat yarab ketadi ekan. Lekin uni yig'ishtirib qo'yib turib, bu odam qanday qildi ekan deb vaqtida biz islohot qilamiz. Oldi bilan bir qism kishilarni boy qilamiz degan nimani chiqardi ekan o'tirg'a. Deydi-ku, yibu fuchilar. Vaqtida kimni fuchilar qildirdi? Mana bu dengiz atrofi rayonlaridagi Xitoy o'lkalarini. Boshda Guangzhoudan boshlandi bu. Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, yana bir qancha o'lkalar bor. Shu 5 avtonom rayonni ham qoldirib qo'ydi. Uyg'ur avtonom rayoni, Tibet, Mo'ng'ul, Tungan, yana birisi Zhuang. 5 avtonom rayonni taraqqiy qildirmaydi, Malan taraqqiy qildirdi. Unga qo'shib, ma bizning vatandagi ma Bintan bor. Bu Bintanga bu shu dengiz atrofi rayonidagi Xitoylar bilan birlikda hukumatning shu islohot ichib etishga ajratgan siyosat, iqtisod ashno bilan birlikda taraqqiy qilish huquqini bergan Bintanga. Bintanga bergandan keyin bu Bintan nihoyat kuchli taraqqiy qilib ketdi bu yerda. Bular taraqqiy qilib bu islohot bu vaqtida bu 85-yili vaqtida men ma Bintanning asli kelish nimasini so'zmayli 80ga ketib qoldim, kechiringlar. Men ma kenimga yana qaytay. Shu Wulanfuningki nemisdan keyin mana shu loyihasidan keyin bu Deng Xiaoping ashna buni kalasiga kelib, buni qanday qilish kerak deb, shuni qanday ishlatish kerak degan vaqtida mana bu Wang Zhen Deng Xiaopingga taklifnoma sundi ekan. Bintan asli keltirildi. Bu Bintan 75-yili, ya'ni 75-yil vaqtida tarqitib etilgan ekan. Bu tarqitib etilishdagi sabab endi nurg'un sabablar bor ekan, lekin vaqtida bu bizning vatanda nurg'un siyosiy harakatlar bo'lib, Bintan bilan yerliklar o'tirishda nihoyat og'ir to'qinishlar bo'lib, hatto bizning tarixdagi to'g'riliklarniki mutlaq ko'p qismi qurib, suv yo'q. Uyg'ur dehqonlarini namratish bu ziddiyat nihoyat og'ir holat kelib qolgan vaqtida bu Bintanni taqib etishni qaror qilib taqib etgan ekanda. Keyin ma Xuyobang vaqtida bu Bintanni asli Bintan butunlay chekinib, bizning mana Uyg'urlarning vatanidan chekinib chiqasin, Uyg'urlarning vatanini o'zlari boshqursin. Bu haqiqiy avtonomiyani berildi vaqtida bu Xuyobangni tushirib etib Deng Xiaoping chiqdi o'tir nimasiga. Hokimiyat beshiga chiqib, undan keyin islohot qilamiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb. Mandaq bir harakatdan boshlab ketdi. Boshlab ketib, bu Wulanfu planni sunib, Wang Zhen Bintanni asli keltirildigan vaqtida bu 82-yilda Wang Zhen bilan Deng Xiaoping ikkisi bizning vatanga keldi. Kelgandan keyin bu Deng Xiaoping bizning vatanning ahvoliga qarab bu Bintanni asli keltirishni tasdiqlaydi Wang Zhendan keyin. Bu vaqtida bizning Uyg'ur oliy maktab o'quvchilari buningga bu yerda butun Uyg'urlar orasida bir qarshilik to'lqini, mana atmosferasi shakllanadi-da. Chunki Uyg'urlar bu
nurg'un davlatlar bilan chegirdash, garchi kommunist davlatlar bo'lsa-mu, mustaqil davlatlar birlashmasi deymiz vaqtda bu sobiq Sovet ittifoqi boshlanmagan vaqt. Lekin u yerdan kiradigan uchurlar bor, chunki 84-yilda 80-yillarda ichivatdi bu qo'rg'as bilan sobiq Sovet ittifoqininki chegarsini. Bu yerdan uchurlar kirib turdi Uyg'urlarga, xalqaro nima ishlar bo'lyapti Uyg'urlarmi bundan xabardor. Bundaq vaqtida Bintanın asliga kelishi Uyg'urlarga bir yomonlikniki ta'sirli nemisini berdi-da 85-yil o'quvchilar harakati portlaydi, o'quvchilar harakati demokratiya, erkinlik, barobarlik Bintan chiqib ketsin, Uyg'urlarga avtonomiya haqqi berilsin, Xitoyning hammasi chekinsin degan shuarlar bilan bu o'quvchilar harakatini qildi. Bu o'quvchilar harakatidan keyin 88-yil yana o'xshash o'quvchilar harakati yuz berdi. Shunaqmi? Ikki qatimliq o'quvchilar harakatida o'xshash shuar to'lindi. To'longan vaqtida Deng Xiaoping nima deydi? Biz sobiq Sovet ittifoqiga o'xshamaymiz. Biz jumhuriyat qurmaymiz. Biz birlashma federativ birlashma ittifoqdosh jumhuriyat qurmaymiz. Biz sizlarga avtonomiya degan avtonomiya beramiz. Avtonomiya beramiz deb shu avtonomiya berdiganligini deydi. Lekin 92-yili bu Deng Xiaoping'niki bo'libmi 90-yil bara vaqasidan keyin Deng Xiaoping 92-yili Deng Xiaoping men shun deydigan bir shu oldin ichayotgan dengiz atrofi rayonlarni tekshirishga bordi Deng Xiaoping. Shu vaqtida toki shu vaqtgacha Xitoy xalqaro ishni ochgandan keyin qaysi yo'llanishni mangda o'zining hokimiyatini qanday saqlab qoldi degan narsa aniq qaror yo'l xaritasini sizib bo'lmagan Xitoy. Balkim shu vaqtlarda parchalanib ketsa-mu parchalanib ketadi-da. Masalan, 89 o'quvchilar harakati Uyg'urlarning parchalanib ketadi. Lekin Deng Xiaoping parchalanmadi. Lekin Deng Xiaoping shu vaqtgacha Xitoy zodi qaysi yo'llanishga menish kerak degan narsa aniq to'xtalmagan. Lekin 92-yili shu Deng Xiaoping shunda bu odam aniq qaror chiqarib, biz Taoguang Yanhuini bilasiz. Biz asli maqsadimizni dunyoga bildirmaymiz. Beşimizni ishchimizga tiqib pul topamiz, boy bo'lamiz. Biz boy bo'lganda andan keyin o'zimizning asli qiyofatini oshkorlasak bo'ldi degan shu ma'noda Taoguang Yanhui qilamiz. Hammanglar pul tepinglar. Biz siyosatni biz qilamiz, xalq siyosatga aralashmasin degandek. Mundaq bir yo'l yo'riqni bergandan keyin andan keyin Bintanni kuchli Bintanni vaqtida Bintanni kuchlantiramiz deydi. Bintanni kuchlantirishga butun kuch bilan yordam qilishimiz kerak chunki muqimlik hammani besib tushadi. Deng Xiaoping degan gapi shu vaqtida vending yadoyichi. Vending bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi. Tinchlik muqimlik bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi. Shunga muqimlikni taraqqiyotdan oldiga qo'yamiz deydi shu. Biz bor bizningki Xinjiang Uyg'ur rayoni deymiz hamda bizning Sharq Turkiston bizning vatanimizga cho'qim muqimlikni oldinga o'rin qo'yish kerak. Shuning bilan Bintanni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish partiyaningki Xitoy hokimiyatining eng muhim siyosatiga aylandi. Chunki bizning vatanni tutib turish uchun Bintan bo'lish kerak. Ham shu vaqtning o'zida Bintan kelgusida shu Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan zaminning haqiqiy egasiga aylantirish vaqtlarda bekitilib bo'lganda Bintanni kechiring, bir choy icholar kelib. Bu irqiy qirg'inchilikni endi biz bir bosqichni tugatdik. 49-yildan islohotgacha bo'lgan oraliqdagi bir bosqichni tugatdik. Shunaqa. Biz bu vaqtida nurg'un odamlar bu 2017-yil irqiy qirg'inchilik boshlandi deydi. Men deyman irqiy qirg'inchilik 49-yilda boshlandi deyman-ku. Hozir qarsak ba'zi siyosiy yo'llar Xi Jinping Mao davriga qaytyapti degan analizlarni qildi. Biz mush Xitoyning Uyg'urlar ustida 49dan 78gacha bo'lgan mushu 30 yilda yurgizgan siyosatini yaxshi tadqiq qilib, bu siyosatni bu 2014-yil yoki 2010-yildan hozirga qadar bo'lgan bu Uyg'urlar ustida yurgizgan siyosat bilan agar selishtirgan bo'lsak, birma-bir. Bu siyosat o'xshash. Aşı siyasatlarni berishga 3 deb qayta bir qisqagina eskartib o'tamsiz. Bo'ldi. 49 yil kirgandan keyin dastlabda nima ish qildi bular? Bu yerlarni tatib oldi, shunaqa. Uyg'urlarning yerini 2010-yili
u vaqtda bir tartib olgan shunaqa. U vaqtda kollektiv egilik deb tartib olgan. Uningki höddiga berilgan. Lekin shundaqdimi Uyg'urlar yana bir qism yerlarni saqlab qolgan. Dehqonlar, janubdagi dehqonlar. O'zining yeri bor, uyi bor degandek. Bu 2010-yili qanday qildi bu Xitoy degan vaqtida 2010-yili Şinjan'a yardım bu Şinjan'a yardım siyosatini albaytın biz bunu qo'yib qo'ydigan taklif berdigan. Bu Şinjan'a yardım siyosati aslida 96-yili 79-yilda Deng Xiaopingga taklif sungan loyiha bo'lsa-mu, buning yo'li qo'yilishi 96-yildan boshlandi. 96-yili Şinjan'a yardım siyosatini yo'li qo'ydi. Bu yo'l qo'ygan vaqtida oldi bilan qanday boshlandi degan vaqtida rahbarlar aldı bilan Şinjan'a yardım bersin. Rahbarlar, ma'murlar dedi. Rahbarlar, ma'murlar yardım bergan vaqtida qanday shart ostida yardım berdi degan vaqtida Xitoyning shu taraqqiy topgan, oldin taraqqiy qildirgan ishki o'lkalardagi davlat ma'murlari bizning vatanga, bizning vatanning ma'mur organlariga birinchi qo'l boshliq bo'lish sharti bilan yo'tkilib keladi. Bu rahbarlarning Şinjan'a yardım berishi deyiladi. U vaqtida bizning shu birinchi qo'l rahbarlik o'rnida o'tirgan Uyg'ur rahbarlar qanday qildi? Xizmatdan ayrildi yoki kayniga o'tdi. Ma'murlikdan tushdi. Shundan bu 96-yildagi bu Şinjan'a yardım nima ish qilgan deganda Uyg'urlarning ma'muriy huquqidan tashlagan. Ma'muriyat qatlamidan siqib chiqargan hamda Uyg'ur kadrlarni. Bu chiqarib bo'lgandan keyin anadan bu siyosat toki 2010-yilgacha shunday davomlashgan. Bu birinchi qarorliq Şinjan'a yardım berish programmasi deb atalgan. 96-yildagi. Demek hazır siz ikki narsa aytdingiz desem bo'lamdi. Birinchisi Xitoyning yer zaminini musodir qilishi Uyg'urlarni. İkincisi atalmış Şinjan'a yardım berish, kadrlarına yardım berish şekli bilen kadrlarni, Xitoy kadrlarini ko'chirib kelib atalmış Uyg'ur kadrlarni siqib chiqarib etish yani. Bu ikki narsa hamda shu 49-yildagi yer islohoti bilan mana bu nima deymiz? Chiqing deydigan bir atalg'i bor. Agar esimiz bo'lsak, nima deydi buni Xitoycha? Ayni vaqtida shu g'arbiy shimolga yordam beruvchi yoshlar. Shunaqa. Mushu namda ko'chirib kelgan Xitoyni ko'chirib kelish bilan mushu 2010-yildagi ya 96-yildagi mana bu rahbarlar nima qilsin degan bu siyosat ikkisi o'xshash hamda hisobda. Okay. Ikkisi o'xshash. Bu vaqtida mush 96-yil Şinjan yordam degan vaqtida mush rahbarlar kelsin degan vaqtida mush janubdagi hatto viloyat noyalarning birinchi qo'l rahbarlaridan tortib hammasi Xitoy bo'lib ketgan. Hozir qarasak kanat kadrlaridan tortib Xitoy hamda. Ashuncha kamlashib ketdi-da hamda. Bu narsa 2010-yilga kelgan chaqda bu ma'muriyat qatlamidan Uyg'urlar siqib chiqarilgandan keyin qanday qilgan 2010-yili Xinjiang Yuanjiang Chihua degan narsani boshlagan. Bu Xinjiang Yuanjiang Chihua qanday qilgan? U vaqtida Xitoyning 19 o'lka shahri islohotniki ta'min etib, u yerda boy bo'lib, dunyo bilan munosabatni bog'lab boy bo'lib qilib ketganda, o'sha 19 o'lka shahriga bizningki shu vaqtda 12 viloyat oblast shuni bizning butun vatanni bo'lib bergan bularga. Bir masalan Shandongga Qashqarni bo'lib bergan bo'lsa, Oqsuni yana bir yer Şinjanga bo'lib bergan bo'lsa, shunaqa bo'lib o'tganda hamda. Bo'lib har bir yerni bo'lib olgan o'lka yoki shahar bo'lsin, bular shu o'z bo'lib olgan ya'niki Xitoyniki siyosati bo'yicha Uyg'urlarni butunlay Uyg'ursizlashtirish ham Uyg'urlarning qallasini yuyish. U yerga Xitoy o'tkash, u yerning iqtisodini taraqqiy qildirish, ammo Xitoylarning manfaati uchun taraqqiy qildirish mushundaq vazifa bilan ayani bo'lib olgan. Bo'lpagan. Bu bo'lpagan vaqtida bu bo'lib berish 2010-yilda bu bo'lib berishdan burun yo'l qo'ygan yana bir siyosat bor. Ikki siyosat bor ekan. Birisi mana bu g'arbni keng ko'lamda echish degan bir siyosatni yo'l qo'ygan bir 90
99-yili yo'l qo'ydi. 99-yili yo'l qo'ydi. Bu siyosatda qanday qildi deganda shu 19 o'lka Xitoy o'lkasidagi korxonchilar bor-ku. Bu korxonchilarni bizning vatanga o'zining korxonalarini yo'tkab kelish. Ondan keyin bu yerdagi ishchilarni, Uyg'urlarni Xitoy o'lkalaridagi ashlarning korxonalariga yo'tkash, o'zining korxonalarini bu yerga yo'tkab, Xitoydan yana ishchi akilish, ondan keyin Uyg'ur elining butkul yer boyliqlarini haqsiz ichish, foydalanish, mana huquqni bergan ularga, korxonchilarga berilgan huquq. Ma'murlarga birinchi qo'l rahbarlik huquqini berdi. U birinchi qo'l rahbar bo'lganligi uchun u o'zi kelgan yerninki manfaati va Xitoyning manfaati uchun bu birinchi qo'l rahbarlik huquqini ishlatadi. Shundaqku, butun yo'llar ochiladi. Undan keyin korxonlarga zamin boyliqlarini xohlagancha ishlatish. Bu huquqni berdi. Bu korxonchilar bizningki tabiiy boyliqlarimizning hammani, yerlarimizni boshsiz egallab bu yerda taraqqiy qildi. Unda bizningki Uyg'urlar bu yerda mushu siyosatlar bilan zo'r ko'lamda Uyg'urlarning ziminlari tortib olindi bu yerda. Bir ziminlar tortib olinib, Xitoyga bo'lib berildi bu yerda. Birinchi qo'l boshliq Xitoy bo'lgandan keyin. Ondan keyin bu yerda Uyg'urlar orasida zo'r bir turkum ishsizlashish degan narsa o'tirib chiqdi. Mushu ishsizlik o'tirib chiqqan mezgilda Uyg'urlar ham Xitoy tarafidan obrazni xunuklaştırayotgan bir mezgilda. Shunaqa Xitoy o'lkalarida 95-yildan keyin masalan Urumchida oqchikidag'anlar jiqlab ketdi. Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarni o'g'ri, qaraqchi, yanchiqchi, xayloyinchi degandek ashtaq nomlar bilan butun Xitoy o'lkalarida obraz xunuklashdi. Undan keyin 97-yili G'ulji voqeasi bo'ldi. 2014-yili Yaka voqeasi bo'ldi. Shunaqa 2009 Urumchi voqeasi bo'ldi. Bu voqealarda mushu Uyg'urlarning ishsizlashi, obrazni xunuklaştırilishi buningga qo'shilgan holda terrorlik, oshqunlik, bo'lgunchilik degan bu tuhmatlarning otilishi bilan butkul Xitoy ishchi, anakin 2002-yilda bu xalqaro belitida bizning terroristlik nimaga kirgizdi Xitoy. Bizni bu butun Uyg'urlarningki obrazi Xitoyning ishchi va sirtida butunlay xunuklaştırıldı. Bu faqat Uyg'urlarning ham shunday qildi-da endi. Shunga bu siyosat shunday bo'ldi. Endi ikki siyosatni selishtirgandik biz 49dagi ikki siyosatni mana selishtiryaptik. Yana bor. 50-yilning beshida bu qo'sh til ma'rifini yo'l qo'ygan ekanda bular. Nemishga yo'l qo'yib deganda siz? Ishga kelgan Xitoy kadrlar bu yerdagi Uyg'urlar bilan fikrlashish uchun cho'qim Uyg'urcha so'zlashni o'rganish kerak. Ham Uyg'urlar bular bilan aloqa qilish uchun, bu millatlar ittifoqligini yaxshi qilish uchun bu Xitoy tilini o'rganish kerak-da. Bu Uyg'urlarni Xitoy tilini o'rganishga, Xitoylarni Uyg'urcha o'rganishga mushtaqlanki, osh vaqtida boshlanadigan qo'shtilninki dastlabki nusxasi. Undan keyin islom dinini bular zaharlik o'sma deb atab ekan shu vaqtda 50-yillarda. Islom dini zaharlik o'sma, kommunizm dinga ishonmaydi, barliq dinlarni rad qiladi deb shu ash vaqtda 49 Xitoy kirgan chog'da 26-27 mingga yaqin masjid bor ekan-ku. 76-yilga kelgan vaqtida, o'sha oraliqdagi 30 yilga yaqin vaqt ichida buningdan 5 mingdak masjid qilibdimi? Shunday qilib qolibdi. Shu masjidniki endi 70-80% masjidni butunlay yo'qotganda, bu ish qanday bo'ldi? 2017-yilda o'xshash shaklda yuz berdi. Shunaqa? 2017-yilda bizning masjidlarimizniki zo'r bir qismini nima qildi? Islom dinini jungochilashtiramiz, xitoylashtiramiz dedi. Shunaqa islom diniga e'tiqod qilgan terrorchi, oshqun, radikal deb uni at qo'ydi, garchi uni zaharli o'sma deb o'xshash ism qo'ymagan bo'lsa-mu, faqat chapinni almashtirdi. Ichidagi narsa o'xshash, ideya o'xshash. Anaki shu vaqtlarda 50-60-yillarda qayta tarbiyalash mandaq balkantoq. Undan keyin
Janubdagi Uyg'urlarni shimolga yo'tkash, masalan 1-avgust Po'lat Temir zavodi, 1-iyul paxta to'qimchilik zavodi, traktor zavodi, un zavodi degandek shu Bingtan qurgan hukumatniki Xitoy hokimiyatining iqtisod bilan qurgan hukumat egligidagi korxonalarga Janub Uyg'ur diyoridan yerlar tartiblanib, shunaqa ishinchi emgak kuchi deb qaralgan Uyg'urlarni chiqib shu yerga o'rinlashtirgan ekanda. Bu ish bu bizning irqiy qirg'inchilik boshlagan o'xshash yuz berdi. Undan keyin Uyg'urlarning uylariga Xitoy kadrlarning ko'chib kirish masalasi. Bu garchi u vaqtida Xitoy kadrlar ko'chib kirmagan bo'lsa-mu, u vaqtida qanday qilgan ekan desangiz, u yerda puxra jasuslik, puxraviy jasuslik, xalqni bir-birisiga jasuslik qildigan ashtaq sistemini o'rnatgan ekan shu vaqtida. Xulum qo'shnilar bir-birisiga jasuslik qildigan, Xitoylar Uyg'urlarga jasuslik qildigan, bolalar ota-onalarga jasuslik qildigan, shu hokimiyatga qarshi kichkina gap so'z bo'lib qolsalar, buni yetkazadigan, andan keyin uni tartib chiqarib pipan qiladigan. Bu pipan qilish shu vaqtida emas, shu vaqtidami ham 2017-yildami Uyg'urlarga qartilgan bir parcha xat deb e'lon qildi. Buningda butkul Uyg'urlar o'ziniki shu radikallardan munosabatini uzish kerak. Terrorchilardan, uch xil kuchlardan munosabatini uzib, o'zining maydonini bildirish kerak. Yangi qildi. Butun mahallada, yeza, kanatlarda odamlar o'tirg'i chiqib pipan qilindi. Shu 2017-yildagi ahvollarda. Cho'ng tutqundan keyin asosi shu. Mushundaq pipan qilish, xalqni bir-birisiga jasuslik qilish, 50-60-yillardagi o'xshash. Shu usul bilan Uyg'urlarning ichidagi bundaq nima deymiz endi, o'zini oshkor qilmagan deydi Xitoylar. 200limecha deb qo'ydi-ku. Xitoy bayqamay qolgan, lekin Uyg'ur jasuslar teppagan. Ma'no qaldisida bundaq o'ylaydi. O'ning uyida Qur'on bor, o'ning uyida joy namoz bor degandek chiqimchiliklar bilan shundaq chiq Uyg'urlarni tutqun qilgan. Bu cho'ng tutqunning asosini tiklagan. Shunga bu siyosat 49-yilga kirgan vaqtida qanday siyosat bo'lsa, faqat islohot ishini echib etish davrida g'arb dunyosiniki diqqatini qo'zg'amaslik uchun yepiq shaklda noiti bir mazgil bundaq yepiq shaklda davomlashgan bo'lsa-mu, Deng Xiaoping o'lgandan keyin undan keyin Jiang Zemin, Hu Jintao chiqdi. Xi Jinping chiqqan vaqtida bu Xi Jinping 19-qurultayda dedi-ku, biz Amerika bilan tang o'ltirib, tang qo'pollaygan holatga keldik. Biz 2050-yili Amerikani besib tushib, dunyoning xo'jayini aylanamiz degan narsani e'lon qildi. Bu e'lon qilishning o'zi biz Tauban Yanxuy davri oxirlashdi. O'zimizning maqsadini oshkorlamaygan davr oxirlashdi. Biz kuchlandik. Biz endi 49-yildagi yoki 21-yildagi planimiz bo'yicha oshkor holda demokratiyaga jang e'lon qilib, demokratiyaning o'rnini bosamiz. Bu bizning oxirgi nishonimiz deb o'tirg'i chiqdi. Shunga siyosatlar o'xshash. 49-yildan tortib ta bugunga qadar Uyg'urlar o'xshash irqiy qirg'inchilik bilan keldi. Faqat bu irqiy qirg'inchilik xuddi telefonning detallari update bo'lgandek, bu irqiy qirg'inchilikniki birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich deb bu 3 bosqichda yuqori chekka ko'tarildi. Chunki hozir irqiy qirg'inchilikni yushamsin bo'ldigan holat keldi Xitoyga nisbatan. Endi yushirdi, lekin uni irqiy qirg'inchilik demaydi, bizni 3 xil kuchga qarashtiryapmiz deb. Keyiniga shu Xitoyni qo'llaydigan g'arb dunyosiniki kuchidimi kuchli bo'lgan bir kuchni keyiniga oldi Xitoy. Bunday ahvolda g'arb dunyosi hozirgi mavjud Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetida Uyg'ur masalasini Xitoy bilan munozara qilib yengolmaydi. Nemishka? Chunki Xitoyga bilet tashlaydiganlar har vaqt Uyg'urlarga bilet tashlaydigandan ko'p son egallaydi. Bu masala mushunda holatga yetganligi uchun Xitoy hozir irqiy qirg'inchilikni mana u hozir
Muşu söhbet muşu yerga kelganda bizningki o'ylaydigan mundaq bir nuqtamiz paydo bo'ladi. U bo'lsa-mu Xitoy mustamlikchil hokimiyati Uyg'urlarga yurizilayotgan mushu qirg'inchilik, mushu milliy qirg'inchilik ularninki birdan bir siyosati. Ya'ni mustamlikchilarning buningdan boshqa siyosati bo'lmaydi mustamlik qilinuvchilarga nisbatan. Shundaqmi? Agar shundaq deb qarasak, demak bu hargizmo 2017-yili barliq kelgan qirg'inchilik emas. Yo'q. Bu Xitoy mustamlikchil hokimiyatining mayli u kommunistik tuzumda bo'lsin va yoki kapitalistik tuzumda bo'lsin, va yoki Manju imperiya vaqtidagi tuzumida bo'lsin, o'xshashlar bir siyosat. Ya'ni ayni shu siyosat, bu siyosat o'zgargani yo'q. Shundaqla bu siyosat mundaq chiqib ketgan vaqtida Uyg'ur millati e'tirof qilmaydigan siyosat bo'lishi kerak. Chunki Uyg'ur millati bir mustamlika millat sifatida mustamlika qilg'uchining siyosatini e'tirof qilmaydi, chunki u mustamlika qilg'uchining hokimiyatini e'tirof qilmaydi. Shundaqmi? To'g'ri, shunaqa bo'lishi kerak, lekin bu yerda bir masala bor. Bu masala nima degan vaqtida xalqaro hozirgi xalqaro deganimiz 1945-yili qurilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro bizning nazarimizda. Chunki xalqaro yo'q, xalqaro bor, lekin xalqaro sistema yo'q, undaq bir hozirgidek shakllangan bir sistema yo'q. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1945-yili u qurildi. Bu narsa nima asosida qurildi deb vaqtda shu inson haqlarini asosida qurildi. Shunga hozirga qadar ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz deydi, u kishilik huquq degan siyosiy kishilik huquq masalasi bir boshqa masala, uning bilan mustaqillik yetkazilmaydi deydi. Lekin bundaq narsa emas. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilishi, ya'ni Dunyo inson haqlari bayonotnomasi 1948-yili e'lon qilingan va 1946-yilmi, 45-yili BDTniki nizomi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomi e'lon qilingan. Bu ikki narsaning har ikkisida negiz qilingan inson haqlari. Bu nima uchun inson haqlari? Chunki bundan burun mayli imperialistlar bo'lsin, mayli boshqa podshohlik hokimiyatlar bo'lsin, hammasi insoniyatga nurg'un ziyonkashliklarni elib kelgan. Eng oxirida yahudlarning irqiy qirg'inchiligi bilan bu Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgan. Shunaqmi? Dunyoda endi qayta takrorlanmaydi degan narsa mushu so'z dal mushu yahudlar irqiy qirg'inchiligidan keyin o'tirib chiqqan. Mush sababli. Bundan keyin dunyoda irqiy qirg'inchilik bo'lmasligi kerak degan narsada dunyo o'rtaq qarashga kelib bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mushundaq bir inson haqlarini asos qilgan holda qurilganligi uchun undan keyin mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki xalqaro qonunlarining hammasi mushu inson haqlarini asos qilib chiqqan. Bu yerda inson haqlari uchun chiqarilgan yuzlab qonunlar bor. Bu inson haqlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki qurilishining asosi. Shunga lekin bu yerda bir farq bor Asiya. Masalan, bu farqni eskartib o'tgandan keyin yana so'zimizni davomlashtiraylik, lekin bu farqni bir eskartib o'tmasak bo'lmaydi. Masalan, Ikkinchi dunyo urushidagi yahudlar qartilgan irqiy qirg'inchilik desak, uning bilan masalan hozir Xitoyninki Uyg'ur millatiga qartayotgan qirg'inchiligiga o'xshamaydi. Ikki xil shakldagi, ikki xil xarakterdagi qirg'inchilik. Chunki yahudlarga yuritilgan qirg'inchilik Ikkinchi dunyo urushida masalan German natsistlarininki, masalan faşistlarning u shu Germaniyadagi bir oz sonliq millatlarga qaratilgan bir xil nima deymiz qirg'inchilik. Bundaq aytgan vaqtida. Ya'ni boshqa bir millatga emas, yoki bir mustamlika bir millatga emas. Chunki u chaqda yahudlarning hammasi mayli ular Germaniyada bo'lsin, Polshada bo'lsin, har qanday Sharqiy Yevropalardagi davlatlarda bo'lsin, ular shu davlatlardagi asonliklar.
az sonliq, diniy az sonliq hatto. Milliy az sonliq hisoblanmaydi, diniy az sonliqlar. Şuna bu Yahud qirg'inchiligi bilan Uyg'ur qirg'inchiligini hozir ikkisini o'xshash shaklda silishtirish menimcha Xitoyning Uyg'ur millatiga yurgizayotgan qirg'inchiligining xarakterini to'g'ri tushunishda yaxshi ta'sir bermaydi deb o'ylayman. Shunga agar siz deyotgan dunyo 1945-yilda Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyingi xalqaro jamiyatni, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotini kishilik huquq asosiga qurilgan degan vaqtimizdami, yana masalan BDTning o'zida 60-yillarda masalan milliy ozodlik harakatlari masalasida yana nurg'un qarorlar chiqarilgan BDTda. To'g'ri. Milliy ozodlik harakatlari kishilik huquq masalasi emas, u egilik huquq masalalari. Shunga uni milliy ozodlik harakatlariga chiqarilgan qonunlarda bundaq millatlar mustamlikchilikdan qutulish yo'lida, o'zining milliy ozodligi yo'lida har xil vositalarni, hatto qurolliq vosita ishlatishga bo'ladi deydigan mushundaq nimalarni bekitgan. To'g'ri. Shunga Uyg'urlarga yurgizilayotgan milliy qirg'inchilikni Yahudlarning yurgizilgan milliy qirg'inchilik bilan solishtirgan asosda andan keyin bizningki bu masalani kishilik huquq masalasiga aparish yoki shunga taqash menimcha realligimizga uyg'un emasmikin. Men bu jihatda o'zimning qarashimni so'zlayamsa, men sizning qarishingizni to'g'ri tushunmayman. Qarishingizni to'g'ri tushunmayman. Normalda shunday tushunish kelib qoladi agar buniki arxiv ko'rinishini tushunmagan falasida shunday tushunish keladi. Yahudlar qirg'inchiligi Yahudidan iborat, Yahudi millat bo'lgan bir xalq u. Yahudi milliy kimligi bilan. Yahudi millatiga qartilgan bir irqiy qirg'inchilik. U yolg'iz Germaniyadagi Yahudi emas, butun dunyodagi Yahudilar qartilgan qirg'inchilik. Bu Yahudilarni qo'yniga oladigan Amerikadagi Yahudilar qashqanga butun dunyoga terib-eran bo'lib ketdi. Qachamayga Yahudilarning hammasiga qartildi. Ma bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti siz dedingiz 60-yili mustamlikalikni bekor qilish haqida bir qonunlarni chiqardi dedingiz. To'g'ri. Bu mustamlikalikni bekor qilish to'g'risida chiqarilgan ma bu mustamlikalikni yildizni yo'qotish 10 yillik harakati degan narsa bo'yicha. Bu harakat hozirgacha davomlashyapti. 2021-yili 4-qara, 4-10 yillik mustamlikalikni yiltizdan yo'qotish BDTniki. O'sha harakati 2030-yil oxirlashadi. Bu mustamlikalikni yo'qotish harakati oxirlashgani yo'q, hozirmi davomlashyapti. Bu siyosatning o'tirishga chiqishiga sabab bo'lgan narsa nima? Buni tushunishimiz kerak. Chunki buni o'tirishga chiqishiga sabab bo'lgan narsa 57-yildagi indigenes xalqlar va qabila xalqlarininki haq huquqlarini kapolatga ega qilish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasi. Mushu narsadan keyin andan keyin mustamlikalikni yiltizdan qumirib tashlash. Bu qaror chiqdi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan. Bu ikkilisi bir-biriga munosabatli. Oldidagi chiqmasa, chiqmaydi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 45-yil qurilgan yosh organ vaqtida bu qarorlar, nizomlar, shartnomalar degan narsalar bu nima deymiz endi xalqaroning taraqqiyoti, davlatning taraqqiyoti, mushtaq masalalarniki chiqishiga ergashib mukammallashmagan ta hozirga qadar. U necha yuz yillik bir organ emas. Yangi organ 45-yili. Uning nurg'un kamchiliklar bo'ldi. Chunki uningki qonuniy jihatda kuchi yo'q, qonuniy kuchi yo'q. Faoli, yo'shuli deydigan narsa yo'q. Bu narsa yo'q, lekin xalqaro ahdnomalar bilan ishlaydi. BDT a'zo bo'lgan davlatlarning hammasi shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va shu tashkilot tarafidan chiqarilgan xalqaro qonunlarga imzo qo'yib, biz shunga rioya qilamiz degan vaqtida kiralaydi bu organga. Xitoymi shu.
Shunga hozirgacha Xitoy shu erkiy qirg'inchilikni yoshirish uchun nurg'un tashviqot propagandani ishlatadi. Agar bu organniki hech qanday funksiyasi ishlanmagan bo'lsa, unda qilishga hech ahamiyat qolmaydi. Lekin bu yerda inson haqlari degan narsa bilan mustamlika degan narsa ikkisi boshqa degan narsa yo'q bu yerda. İnsan haqlarini kapolat qilish uchun bu mustamlikalikni yiltizdan yo'qotish degan qonun chiqqan. Oshadagi har bir xalqniki. Chunki har bir xalq, chunki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har bir millat o'zi millat bo'lib shakllangan zaminda o'zining davlatini qurgan vaqtida dunyoda zamin talashish bir-birisi bilan adovatlashish, mundaq milliy to'qinishning oldini olib bo'ldi degan narsada o'rtaq qarash shakllangan. Shunga biz Yevropaga qarasak, Yevropada nurg'un milliy davlatlar qurilgan. Shunaqa amaliyotda Yevropa bilan Xitoyning territoriyasini selishtirgan bo'lsak, ko'p farqlanmaydi. Asosiyatdan o'xshash. Lekin bu ikki territoriyada birsi milliy davlat qurib, undan keyin ittifoq, Yevropa ittifoqini shakllantirgan. Lekin Xitoy qanday qilgan? Hammani yig'ib assimilyatsiya qilma bir doyeton shaklda bir cho'ng davlat qurman deb irqiy qirg'inchilik yo'liga olgan hamdi. Lekin Birlashgan Davlatlar Tashkilotiniki uni qo'yib turli, siz ayting, Yahudlar qirg'inchiligini, Uyg'ur qirg'inchiligiga o'xshatsak, Uyg'urlarning mustamlika holatini nima qilganga toza to'g'ri kelmaydi dedingiz. Bu qarash to'g'ri emas. Nemishga de vaqtida Yahudlar davlat qurolmadi. 48-yili Birlashgan Yo'q, bu yerda mundaq so'raymiz nima Osiya xonim. 44-yilda yoki shu 2 dunyo urushi boshlangan vaqtida deb alayilmasan 38-yillardan boshlab deyli, 37-38dan boshlab mushu Yahudlarga yurgizilgan qirg'inchilik natsistlarning bo'libmi qirg'inchilik u chog'da tehi Isroiliya davlati qurilmagan vaqti. Ya'ni onun ustiga Isroiliya davlati degan u Isroiliyada, Germaniyada emas yoki Sharqiy Yevropada emas. Demak, Sharqiy Yevropadagi va Germaniyadagi va mush davlatlardagi nima deymiz, mushu davlatlardagi Yahudlarning hammasi ular u chog'larda shu davlatdagi osonlik millat hisoblanadi. Hargiz bir millat hisoblanmaydi. Bir ulus hisoblanmaydi. To'g'ri. Shunga ularga bu yurgizilgan qirg'inchilik eng oxirida yana osonliklarga yurgizilgan qirg'inchilik shaklida irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Biz hozir haqiqiy atgan irqiy qirg'inchilik masalan Yahuddan iborat mushtaq bir irqni yoki mushtaq bir osonliklarni shu davlatdagi qirish bo'ldi, genosid bo'ldi. To'g'ri. Ammo Uyg'urlarda undaq emas. Uyg'ur millati degan bu Uyg'urlar mustamlika millat va shundaqla o'zining territoriyasida, o'zininki besilingan territoriyasida, zaminida. Hayron qolarlik yeri mushida o'zimizning territoriyasida erkiy qirg'inchilik uchrayapmiz, to'g'ri. Ya, shunga ikki millatni selishtirish a'lo oyat osonlik, lekin biz Uyg'urlar osonlik emas. Chunki biz o'zimizning zaminida, vatanida besilingan, ishg'ol qilingan, qo'shilingan zaminida biz osonlik emas, biz bir millat, shu zaminning, shu vatanning, shu davlatning, shu munqariz davlatning millati. Shunga bu ikkisi selishtirilmaydi degan yerim ma'u. Ikkinchidan siz eskartgan masalan kishilik huquq masalasini siz hatto indigenous masalasi va shundaqla yana kelib bu milliy ozodlik harakati masalalari hammasini o'xshash bir şekilde qaravatsız kişilik hukukka. Ameliyatda indigenous meselesi kişilik hukukka yatıdı. Bu doğru. Çünkü indigenous mesela indigenous halkı tarihida bir siyasi gevdesi bulmagan, devlet kurmagan kabileler. Mundaq aytganda gruplar. Ha? Bu da nasıl yok mu? Şu 57-yil chiqarilgan indigenous va qabila millatlarningki huquqlarini qo'llash. Shu narsa qarang. U indigenous degan narsada Birlashgan Davlatlarningki birlikka kelgan hukumi davlat qurib boqmagan degan hukm emas. Chunki
Birleşken Devletler Teşkilatı insan haklarını, insanınki yakka holatdagi huquqini asos qilib qurilgan narsa u. Har bir insonning davlat quramdi, boshqalar bilan birga yashamdi, hamma haq huquq bor. İnsan yorilishidan tortib erkin. Bu mushundaq bir asosda, mushundaq bir ideologiya asosida qurilgan. Qara Asiya Agar indigenous davlat qurolmaydi desa, vaqtida bu BDT'ninki nizomnomasiga xilop bir ish bo'ldi u. Ya gapingizni uzib o'tayim, o'shada bu to'g'ri emas. Chunki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk komisiyası var. Bu ayrım. Siz davatkanınız muş komisiyaya münasebetlik mesele. Emniyette Birleşken o'zi. Men deganim. Yok. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki namı mu Devletler Teşkilatı. Birleşken Devletlerinin Teşkilatı. Bu teşkilat devletler, milletler seviyesinde münasebet kılıdı. Milletler seviyesinde. Şuna Türkçe'de mi onu Birleşmiş Milletler Teşkilatı deydi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı deydi. Yani bu milletler seviyesindeki münasebetlerdeki işler. Lakin kişilik hukuk meselesi o fakat Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komisyası bu ayrım Birleşken Devletler Teşkilatı'nın gevdisinden ayrım şekilde ya şu gevdeki tabi lakin ayrım şekilde bulungan bir kişilik hukuk gevdisi. Tamam. Siz kişilik hukuk gevdisinde varsınız. Ameliyette meyli o indigenous halkları olsun veya ki neyimiz mustemlik halklar olsun bularınki hak hukukları bilen kişilik hukuk ikisi farklı turda yine. Mesela halkara dünya kişilik hukuk kitapnamesideki hukuklar mesela bular asasen kişilik hukuk. Bu herkes milli hukuklar emas. Bundaq bir qavqda bir milletning mustamlik milletning milli hukukları emas. Fakat siz degandek individual bir shaxsninki, individualninki özününki insani hukukları. Yani milli hukuk emas, insani hukukları. Şuna ma'na aralashtirib qo'ysaqlam yine bir tarafdan Xitoy mustamlikchil hokimiyatininki qilayotgan tashviqotiga moslashib qolgandek bo'lib qolish ehtimoli bo'lib qoladi. Chunki Xitoylarmi bizni osonlik millat deb qarab va shundaqla bizning nurg'unlagan tashkilotlarimizmi bizni Xitoyning qarashi bilan bizning Uyg'urlarning kishilik huquqi uchun kurash qilyotdi. Hargiz ularning milliy huquqlari, ya'ni egilik huquqlari haqida kurash qilgani yo'q. Shunga uni bir ayırmasak bo'lmaydi deb qarayman. Bo'ldi, men sizni tushundim. Men bundaq ikki misolni ko'rsatay sizga. Kishilik huquqning qanchalik muhimligi, hatto xalqaro bundaq bir gap bor, kishilik huquq egilik huquqidan ustun deb. Bu umumlashgan bir atalg'u. Bu atalg'uning kelib chiqishi Yugoslaviya ittifoqi parchalangan vaqtida Serbiyaga qo'shilib qolgan Kosovoning 2008-yili mustaqil bo'lishiga asos bo'lgan so'z. Agar Kosovo to'g'riliq izlansangiz, Kosovo Serbiyaning bir avtonom rayoni, bizga o'xshash-ku. Avtonom rayoni. Bu Kosovoda albanlar yashaydi. Alban degan millat 90% egallaydi ekan bular. Bu albanlar Kosovoning yerli xalqi emas. Bular ko'chman xalq. Bular Osmanlılar imperatorluğu vaqtida shu vaqtda ko'chib kelgan xalqlar deydi ekan, bularni turklar debchi. Bular ashada zo'r ko'p sonni egallaganligi uchun bu Yugoslaviya parchalanib Serbiyaning qo'liga o'tib qolgan vaqtida bular avtonomiya qilib beribdi ekan Kosovoni. Keyin bular mustaqil bo'lamiz deb qolgan vaqtida bu Kosovo Serbiya bularning avtonomiya huquqini olib tashlab etdi ekanda. Tashlab etgandan keyin bular qarshilik ko'rsatgan. Shu vaqtida bularga erkiy qirg'inchilik yurgizmoqchi bo'ladi ekan. Bu erkiy qirg'inchilikniki yurgizilgan yoki yurgizilmaganligi haqida garchi xalqaro talash tatish bo'lsa-mu, lekin faqat shu erkiy qirg'inchilik yurgizilgan to'g'risidagi bu uchur Kosovoga NATOning kirishiga sabab bo'lgan. Bu NATO nimani asos qilgan? Kishilik huquq egilik huquqidan ustun degan shuar bilan NATO kirgan. Kirib bu şuar to'xtab turing, gapim tugasin. Kosovo xalqning zaminida avtonomiya huquqiga erishgan bir Kosovodagi albanlar Kosovoda mustaqillik e'lon qilgan. Nima uchun? Kishilik huquq ustun bo'lganligi uchun Serbiya ular erkiy qirg'inchilik qilganligi
qilmoqchi bo'lganligi, ularning avtonomiya haqqini ilib tashlaganligi uchun mustaqillik e'lon qilgan. Andan keyin hozirga qadar Kosovo mustaqil holatini saqlab kelyapti. Buni Amerika e'tirof qildi, Yevropa ittifoqi e'tirof qildi. Yevropa ittifoqi Amerikalar bilan bularniki iqtisodiy savdo har xil nimalar bor. Faqat kim e'tirof qilmadi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'tirof qilmadi, Xitoy e'tirof qilmadi, Serbiya, Rossiya degandeklar e'tirof qilmadi. Chunki ularning manfaatlari bir manfaat. Shunaqa ular e'tirof qilmadi. Bu yerda kishilik huquqniki qanchalik muhimligi bir dalillandi. Shunaqa bir xalq mustamlika ostidagi emas turibmi? Bir avtonomiya haqqining tortib olinganligi sababli mustaqil bo'ldi. Endi yana bir misolni dey. Biz Kataloniya masalasini bilamiz, Ispaniyadagi mustamlika ostidagi. Bu Kataloniya mustaqillik e'lon qildi. Shunaqa tushunmay bu qildi, belat tashlash qildi. Belat tashlash qilganda nurg'un xalqning zo'r qismi biz mustaqil bo'lamiz deganga ovoz qo'shdi. Lekin buni dunyo e'tirof qilmadi. Yevropa e'tirof qilmadi, Amerika e'tirof qilmadi, BDT ham e'tirof qilmadi. Nima uchun e'tirof qilmadi? Siz o'ylab baqdingizmi buni nima uchun e'tirof qilmadi? Asli kishilik huquq, egilik huquqdan ustun bo'lganligi uchun bular e'tirof qilish kerakdi. Lekin e'tirof qilmadi. Nima uchun e'tirof qilmadi? Mas'ul unda emas Osiyo, mas'ul unda emas. Mas'ul unda emas. Bu yerda bu e'tirof qilmaslikdagi masala unda emas edi. Sizningcha masala nerda? Siz boshdan o'zimga men tushundiray. Bo'ladi. Bu o'z taqdirini o'zi belgilash haqqi, bir xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqi. Bu haq mustamlika millatlarning haqqi emas. U her bir davlatdagi burun mustaqil bo'lmagan, mustaqil bo'lib baxmagan, mustaqil yashab baxmagan xalqlarning markaziy hukumatninki ularninki kishilik huquqlariga, ularninki masalan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy huquqlarga daxil ta'ruz qilganligi sababidan bular endi o'zi tarixdan bu yan yashab kelgan mushu gavdidan ayrilib chiqib mustaqil yashashni talab qilgan, siyosiy jihatdan talab qilgan mundaq xalqlarninki haqqi, o'z taqdirini o'z belgilash. Va shundaqla bu haq qaysi usulda bo'ladi, qaysi metodda bo'ladi desangiz, ra'y sinash bilan bo'ladi. Ya'ni mushu xalqning ra'yini sinaymiz. Ya'ni haqiqatan sen endi butunlay bu gavdidan ayrilib chiqib mustaqil bo'lib yashamoqchimi deb har bir mush xalqning har bir individualidan, har bir shaxsdan, kishisidan uningki ra'yini sinaymiz, so'raymiz. Mushtaq xohlamsa deb. Shuning bilan bular xohlaymiz deb yoki xohlamaymiz deb ovoz bergandan keyin shu ovozga asosan, shu ovozning ko'p sonligi bilan andan keyin bu xalq o'z taqdirini o'zi belgilagan bo'ladi. Lekin o'z taqdirini o'zi belgilashda yana bir taraf bor. Masalan, ra'y sinashdan boshqa markaziy hukumat yana ma'qul bo'lishi kerak. Agar markaziy hukumat ma'qul bo'lmasa, o chaqda yana bularning bu ra'y sinash bu harakati, o'z taqdirini o'z belgilash harakati yanala Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kararıga qarab qoladi. Mesela o çağda Birleşken Devletler Teşkilatı belki harbiy şekilde, mesela güç şekilde ayrılışı mümkün o çağda. Ayrılışa mecbur buluşı mümkün. Merkezi hükümetinin rad qilganligining qanunsuz ekanligini. Kosovoni qana qildi vaqtida? Kosovoda qilish bo'lmadi. Kosovoda Serbiya unamagan. Lekin Kosovo mustaqil bo'ldi. Arlaştı da, nime BDT arlaştı da, BDT nime arkalı arlaştı o, nime nimdeyimiz NATO arkalı arlaştı o, arlaştı onu. NATO arlaştırdı. Çok arlaştı gerek. Mesela nimde İspanya'nı beğendiniz, mesela Katalan'ın değil, bula aynı vaxtıda bu padişah nimdeyimiz bu ikisi Katalonlar bilan İspanlar bu padişahlık vaxtida bular birleşken iken, yani birlik asıl qilgan nimdeyimiz federasiya şekilde birleşken iken.
Şunun bilan bular mushu holatda bo'lgan ekan, bular o chaqda İspaniya Kataloniyani besib olgan bo'lmaydi. O'zi qo'shib olgan bo'lmaydi va shundaqla Katalon xalqi mustamlik xalq hisoblanmaydi. Şuna ola endi o'z taqdirini o'zi belgilaydigan mushundaq haqqini joriy qildirish kerak. Va mush joriy qildirishda raysinish kerak. Bular hammani qildi, lekin İspaniyanın merkezi hükümeti kabul qilmadi. Onu kabul qilmadi. Kabul qilmagandan keyin buningga BDT aralashmadi. Aralashmagandan keyin shuning bilan tugadi degan gap. Mana mushu o'z taqdirini o'zi belgilash bu burun mustaqil yashab boshqa davlat tarafidan mustamlik qilingan yoki besilingan ondan mustamlik qilingan o'zi qo'tilingan bunda xalqlarninki yo'li emas bu. Bu degan faqat burun mustaqil bo'lmagan xalqlarning endi men mustaqil yaşamasam mening haq-huquqlarimni dafsanda qilib ketdi bu markaziy hukumat. Shuni men endi buning bilan davomli yashamaydigan holatga keldim. Shuni mustaqil bo'laman deydigan mundaq bir haq-huquq. Shuna bu ikkisini ayirish kerak, farqlantirish kerak. Endi mustamlik xalqlarninki qiladiğini nima desa, xuddi BDT'ning 60-yillarda chiqargan shu qarorlariga o'xshash, masalan, milliy ozodlik harakatlari, ya'ni millatlarning milliy ozodlik harakatlari. Bunga Uyg'ur millati kirdi. Masalan, Sharq Turkistonninki Uyg'ur millatininki harakati milliy ozodlik harakati. Va shundaqla bular o'z taqdirini o'zi belgilash va raysinash degan bu metodlarni ishlatmaydi. Bularning ishlatadigan metodi Qoral. Kuch. Çünkü merkezi hükümet atalmış. Endi mesela müstemlikçil Xitay hakimiyeti mesela bizning mustaqilligimizni e'tirof qilmaydi. Bizni hatto besib olganligini, o'zi qishib olganligini, mustamlik qilganligini e'tirof qilmaydi. Uning aksicha Uyg'urlarni bir asonlik millat, Dungodagi bir asonlik millat deb turib uchun biz endi qoralliq kuch bilan harakat qilmasak bo'lmaydi. Chunki bunda qilmasak o chaqda Xitoy BDT orqali bizga nimani majburlaydi desangiz, undaq bo'lsa sen o'z taqdiringni o'zing belgilaydigan haqqing bor BDTda shu yerdan kel deyishi mumkin Xitoy tehi. Nima desa, agar mushundaq yo'llarda biz minib qolsak, o'z taqdirimizni o'zga belgilaydigan, o chaqda biz mustamlik ekanligimizni, Xitoyning bizni besib olganligini va bizni mustamlik qilganligini inkor qilgan bo'lamiz o'zimiz, e'tirof qilmagan bo'lamiz o'zimiz. Bu haqiqatni yo'q chiqargan bo'lamiz. Shuning bilan biz mushu yo'lni tanlash orqali o'zimizni, millatimizni haqiqatan Xitoydagi osonlik millat, tarixdan buyon Xitoy bilan birlikda yashab kelgan millat degan mushu haqiqatni muayyanlashtirib qo'yamiz. Agar oxirgi gapingizni istabdim, oxirgi so'zsam bo'ldi, chataq yo'q. Hozir dedingiz, Uyg'urlar mustamlika millat deb. Bu to'g'ri. Biz 100% mustamlika. Biz Manjularda mustamlika yo'q, Gomindan mustamlika tushdik. Orada hech qanday Manjulardan Gomindanlar hokimiyatni olgan bo'lsa-mu, lekin bizdan sizlar bizga qo'shilamsizlar. Sizlar biz bilan birga yashashni xohlamsa, bizning roziligimizni olgani yo'q. Bizning vatanimizni tortib oldi. Shunaqa bu bir mustamlika. Undan Xitoy kommunist hokimiyati ishlab chiqarish qurilishga yordam beramiz deb kirib oldi. Bu mustamlika qilib oldi. Bu yana mustamlika. Lekin bu yerda bir masala xalqaro Uyg'urlarningki mustamlika holatini qonunli shaklda e'tirof qilmaydi hozirgacha. To'g'ri. Xitoyga o'xshash. Ya'ni BDT Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyga o'xshash qaraydi Uyg'urlarga. Bular osonlik millatlar, Xitoydagi osonlik millat deb qaraydi. To'g'ri deysiz. Mushunda qaytbolasida sizningki masalan biz Falastinga o'xshamaymiz. Falastin qurolli harakat qarshilik qilyapti. U qonunli, dunyoda qonunli deb qaraldi. Shunaqa xalqaro yordam berdi unga. Falastinga qarshilik harakatini bizmi o'xshashqa nima o'xshamaymiz? Bizmi o'xshash? Biz vatan ichida bo'lsak o'xshash bo'lamiz.
Vatan Yok, vatan- xalqimizdan qo'lda qo'ral olsa, ashlar qarshi chiqsa, Falastinliklar degan urushqa Evet. vaqtida 60 yillardan tortib to 82 yilgacha, 82 yilgacha yine şu Falastinning sirtida urushdi. Ular masalan Iordaniyada urushdi, Livanda Ular urush urushdi, qildi, ularni Tunisda qo'lda urushdi. qo'ralgan. Shundaqmi ularniki mustamlika bo'lganini dunyo e'tirof qiladi. Shu ularning qonunliq. Sizdan o'xshamaygan yeringiz, Bak. siz mustamlika emas deb qaraldi dunyo. Sizda mustamlika emas, mustamlika siz qo'lingizni qo'rar edib urush Bu to'g'ri. qilishingiz uchun oldi bilan To'g'ri o'zingizning deysiz. mustamlika bir xalq ekanligini To'g'ri deysiz, to'g'ri topishimiz deysiz. kerak. Shunaqmi bir To'g'ri harakat deysiz. qilish uchun, qonunliq bo'lish uchun siz o'zingizning mustamlika qilinganligini, Xitoyning dunyoni aldavatganligini buni isbotlashingiz kerak. Buni isbotlamay turib qanday qurolli harakat qila olasiz? Vaqtida Nayt to'g'ri. Nayt to'g'ri. Shuni biz bizdan boshlaymiz deymizda bu yerda. Ya'ni biz oldi bilan Uyg'urlar mustamlika qilingan millatmi emasmi biz davlatimiz munqariz qilinganmi qilinmaganmi Manju imperiyasi bizning davlatimizni ishg'ol qilib andan keyin 84-yili o'ziga qatib olib shuning bilan Junhua Mingo Manju imperiyasiga varislik qilib Manju imperiyasining barliq mustamlikalarni o'zining mustamlikalari qilib andan keyin siz so'zlaganda hozir Junhua Mingodan Junhua Mingogacha biz yana shu mustamlik shaklda keldik. Mustamlik bir millat biz ve munqariz davlat. Mushni biz oldi bilan o'zimiz tunishimiz kerak. O'zimiz tunamasak, o chaqda Xitoyning va xalqaro jamiyatning bizga bo'lgan tunishi haqiqatga aylanib qoladi. buni tunish biz hozir davlatimiz munqariz holatda, mustamlika holatga bir millatga hammamiz yechilib ketdik. Muajiratkilar. Yani biz çekilip ketdik deganimiz biz sirtkiga, vatanning ichida butun dunyoga Xitoyniki siyosatida Uyg'urlar qulluq qurol emas, bir gapni xato qilib qo'ysimi? Yo'q hozir Uyg'urlar. Ashinchilik holatda. Mushunaq Ya siyosat. onun bilan nima qarimiz? Bizniki mening demoqchi bo'lganim bu yerda bu haqiqat, bu tarixiy bir fakit, tarixiy bir haqiqat. Uyg'urlarning hammasi shunday tushundi, lekin buni isbotlash kerak. Xalqaro shuni qabul qilish kerak. Sizning hozir qarayotgan mustamlikasi, Uyg'urlar mustamlikasidagi bir xalq. Bu hargizmi Xitoy deganda Uyg'urlarning vatani tarixdan buyon Xitoyning ziminining bir parchasi, ayrilmas bir parchasi degan. Bundaq narsa yag'an. Bu narsa o'tirg'a chiqish kerak. Buning qonun asosi bo'lish kerak. Bu narsani qilish kerak. Hozir Uyg'urlarningki buni qilish imkonimiz bormi yo'qmi? Siz bu to'g'ri javob berib beqing. Qanday qilamiz? Buning asosi nima? Xalqaro sudga chiqamdiq, xalqaro qonunlarning qaysi nimalardan foydalanish, qo'limizda qanchalik isbot bor? Bu narsani qanday isbotlaymiz? Bu yo'l bir uzun yo'l. Oldi bilan Asiya Hanım yaxshi savol so'radingiz. Masalan, mendan oldi bilan biz bilishimiz kerak. Ya'ni bizningki Uyg'ur millatining bir mustamlika millat ekanligi va Sharqiy Turkistonning bir munqariz davlat ekanligi mushunga oldi bilan biz ishonishimiz va uning tarixiy reallik ekanligini ta'kidlashimiz kerak. U tarixiy reallik ekan, demak biz har qanday tarixiy materiallardan buning rostligini, haqiqatligini, tarixiyligini isbotlab chiqa olamiz. Buningda gap yo'q. Lekin buni biz qilishimiz kerak. Qilmasak bo'lmaydi. Kim qiladi? Qanday qiladi? Buni desaklam hisob emas. Bu bir cho'ng qurilish. Bir Xitoydek bir hokimiyat, Amerikadek butun dunyoga hokim mutlaq bir hokimiyatga, ashini o'rib yetaman deyotgan bir hokimiyatga biz sen bizni mustamlika qilding, ma'vu isbotla deyish uchun uning kuchiga teng keladigan kuchimiz yo'q. Lekin biz qila olishimiz kerak. Isbot bo'lsa, har qanday narsani qilish mumkin. Bu isbotlarni tepishimiz kerak biz. Lekin qanday topamiz? Kim topadi? Bu narsa bir cho'ng masala oldimizda. Andan keyin men hozir gapingizni men bilib o'tib turay. Uyg'urlarning oldida haqiqatan mustamlika xalq ekanligini isbotlashdan iborat bir cho'ng yo'l bor. Yana birisi
Baysiz bu Kataloniyaniki merkezi hükümet rad qilsa mustaqil bo'lolmaydi dedingiz emasmi? Bundaq narsa emas. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki torbit kirsangiz, Birleşken Devletler Teşkilatı'dan o'tgan har qanday voqealikninki butkul jarayoniga doir bular raport yozadi. Falastin ahvoli, Falastin masalasidan tortib Uyg'ur masalasigacha bo'lgan butkul jarayondagi shu oraliqda yuz bergan Birleşken Devletler Teşkilatı qurilib, ta bugungacha yuz bergan barliq xalqaro voqealar Birleşken Devletler Teşkilatı aralashgan. Bu voqealarning hammasida dokument bor. Bunada bir raport bor, u raportlarni chiqarib yozdi. Shu Kataloniya voqeasi bilan Kosovo voqasida shunday raport bor. Bu raportni ko'rsiz, bu raportda yozilganlar bo'yicha baho bersiz bunga. Biz o'zimizdan qalb bo'yicha baho beramiz bu voqealikka. Shu raportda mandaq hal qilindi buning masalasi mandaq hal qilishningki sababi bu. Xalqaro qonunning manchinchi moddasi mandaq bo'lganligi uchun mandaq hal qilindi deb bilmay turing. Qarang, to'xtang. Ma gapni bo'lmang. Bir odam gap qilgan. Bo'lmasa gap uzilib ketib, odam nima deyotganini unutib qoladi. Shunaqa siz gapni bilmay turing. Gapning hammasi tugasin, anadiki sizdan. Tamommi? Bo'ldi. Shunaqa bu Kataloniya masalasi, qarang, siz degandek undaq markaziy hukumat Ispaniya qo'shilimiz Kataloniya mustaqil bo'lmaydi degan gap emas. Kataloniya 2019 da haqiqatan belat tashildi. Zo'r ko'p sonli xalq Kataloniya mustaqil bo'lib Ispaniyadan ayrilib chiqish kerak deganga belat tashildi. Lekin mustaqil bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Bu yerda yana kishilik huquq masalasi muhim rol o'ynaydi, qarang. Bu raportda shunday yozilgan. Bu yerda kishilik huquq, egalik huquqidan ustun. Lekin bu narsa qanday vaqtda asqatudi, rol o'ynaydi deganda, mushu insonlarningki kishilik huquqi dafsanda qilinganda, andin bu kishilik huquq, egalik huquqidan ustun degan narsa bu yerda o'z rolini ko'rsatdi. Bo'lmasa rol ko'rsatmaydi. Ispaniya qanday davlat? Demokratik davlat. Demokratik tuzumdagi federativ bir davlat Ispaniya. Hatto butkul mushu rayonlargacha avtonom huquqqa ega. Xuddi Gollandiyaga o'xshash. Masalan, Gollandiyada 13 o'lka bor. 13 o'lkaninki hammasining mustaqil avtonom huquqi bor. Ular o'z oldiga qonun chiqardi, hatto diplomatiya ishlarini qiladi. Nurg'un ishlar bor. Bu butunlay huquqni tuvanga chechiyotgan haqiqiy demokratiyalashgan bir sistema. Ispaniya shu. Shu bu yerda Kataloniyaliklarniki kishilik huquq dafsanda qilingan bir masala mavjud emas. Ular o'ziga ega, o'zining iqtisodiga ega, hech qanday huquq daxl tarzga uchirmagan. Shuning uchun bularning mustaqilligini qabul qilsa, Yevropadagi milliy davlatlarning ichidagi xalqlarmi mustaqil bo'lish uchun bu yerda belat tashlashga yo'zindi, bu yerda cho'ng qalayimqanchilik kelib chiqadi. Demokratik davlatlarda yashayotgan xalqlarning ichida. Shuning uchun Kataloniyaniki mustaqilligi rad qilindi. Beraydilar buni. Bu yerda rol o'ynagan narsa kishilik huquq. Shunga men sizga dedim boya, bu yerda kishilik huquq degan narsa mustamlikalik bilan o'xshash narsa. Kishilik huquq dafsanchilik uchirgan vaqtida davlatlar, voy, mening egalik huquqimni, ishimni sen aralashsang bo'lmaydi desa, oqmaydi. Bu yerda xalqaro aralashish kerak. Bu kishilik huquq butun dunyoning masalasi. BDT qurilgandan tortib. Kishilik huquq dafsanchilik uchirgan vaqtida bu bir millat dafsanchilik uchirsa, bu dafsanchilik butun dunyoga yeyildi kelgusida. Agar buni oldi ilinmasa, bu o'rtaq qarash, o'rtaq qimmat qarash. Uyg'ur millati qachon dafsanchilik uchirdi, Asiya xonim? Kim o? Uyg'ur millati. Uyg'urlar degan 49-yildan boshlab dafsanchilik uchirdi. Lekin men sizga 1759-yildan boshlab dafsanchilik uchirdi. Demak, bu narsa men sizga shu so'z boshlanishdan burun degandim. Manju imperatorligi degan Xitoy emas, qarang u. Manju imperatorligi degan manjular, jorjitlardan kelgan bir millat u. Xitoyga nisbatan yovvoyi millat deb atalgan, hatto Xitoyning o'zining qat'iy nazar. Bu manjular dunyoda Manju imperatorligi, Manju davlati deb atalgan, Xitoy bilan aloqasi yo'q uninki. U bir boshqa davlat. Junxo Mingo 5 millatni aldab, Uyg'ur, Tibet, Mongol, ya'ni Juang degandek. Unda biz yo'qolib ketdikmi Asiya? Ya'ni biz kim tarafidan besib olindik deb bilmay yuribamizmi hozir ham deb. Bizni Xitoy besib olmadimi? Bizni Xitoy besib oldi. Lekin besib olishlarga qolmay bizga erkiy qirg'inchilik qildi. Bu hozir jinoyat. İnsaniyetga qarshi jinoyat. Yo'q, siz kishilik huquqning gapini qilyapsiz, dafsanchilikning gapini qilyapsiz.
Qaçanki Manjo imperiyasi askerleri kuralları bilen, askerleri armiyasi bilen Şarkı Türkistan'ın zımınıga o vaqtida Saudiya xandallık etdi, xallık etdi. Saudiya xallıkı kirgen vaqtının üz dilam dep sende boğam hesaplanmamdı. Ben de batıman o 3 hakimiyet. Manjo imparator hazır yok. Hazır yok. Hazır siz Cumhuriyeti degan bir devletin aslida. Bu Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti degan başka bir devlet o. Şu devletning aslida siz irqiy qirg'inchilik uchrayapsiz. Hazır Moshning mustamlikasi ostida turyapsiz. Voy, men Cumhuriyet mingomi yo'q hazır. Tayvanda o. Uyg'ur Manjolar yo'q edi. Parchalanib ketdi o Manjo davlati tarix sahnasidan o'chdi. Biz aldi bilan kimniki nemisini mas'uliyatini surishtirib qila olamiz? Mavjud hokimiyatning. Biz shu mavjud Xitoy kompartiyasining ostida zulm ko'ryapmiz, irqiy qirg'inchilik uchrayapmiz, mustamlikasi. Unda olsa aşmen hazırda mevcut hakimiyet Uygurlarni tarixten tatip Cungo'nun bir ayrılmaz bir kısmetti ve Cunga milletlerinin ayrılmaz bir terkibi kısmı deginini kabul kılışımız gerek mi? O Xitoyning o'zining deganda unda dunyo shunday e'tirof qilanda. Dünyamı şunda e'tirof qiladi, xalqaro biraz burun deyishdik ku xalqaro jamiyatmi shunda e'tirof qiladi da. Xalqaro jamiyat Mingo BDT'den chiqib ketgandan keyin Jungo degan ya'niki Jungo deganga China degan nomdagi China. Bu Jungo deb atamaydi BDT'da. China deb ataydi. China deganga shu Jungo Xalq Cumhuriyati aşağıda vakil bo'lib turdi. Dunyoda ikki China bo'lmaydi. Tayvan o'zini China deydi, Xitoy o'zini China deydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ikki China bo'lmaydi. Tayvan chiqib ketish kerak, Xitoy kirish kerak. Xitoyni elib kirdi. Bu deganlik tarixdan buyon hammamiz siniki deganlik emas. Agar unda bo'lsa, bu Yevropadagi Rom imperatorligi bu Rossiyaning çarpaçı u BDT g'azab bo'lganlar hammasi shu tarixdan buyoqqa bizning zimin demamdi. U Xitoyning degan gapi. Lekin reallikda xalqaro qonunda yoki BDTda Jungo hozirgi Jungo Xalq Cumhuriyati hozirgi mavjud territoriya shu. Uningda ortiq bir aniqligimiz yo'q uningki. Xitoy o'zini har qanday davlat tarix deganni kuchliklar, ojizlarning dumbasiga yozadi deydi. Shunaqa biz hozir ojiz holatda u tarixni Xitoy hozir kuchli holatda tarixni yozyapti u. Lekin uni dunyoning e'tirof qilishi u muhim narsa emas u. BDTdagi narsa muhim. Xitoyning hozir BDTda e'tirof qilingan. Yo'q, muhim emas. BDTdagi biz hazır değiştik Asiya BDT mi Xitoyga o'xshash qaraydi Uyg'ur milletiga asıllık millet deb qaraydi ve Sharqiy Turkiston'ni Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayoni deb qaraydi. Mayli u deb qarasin. U Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayoni deb qarasimi? U Uyg'urning zimini degan gap bu yerda. Uyg'urning zimini. Voy shu biz shuni deyishyapmiz hozir shunga mayad biz davatgan gap oxirida bizning suhbatimizning oxiri deylik shu gapni. Bizning bu yerda davatgan gapimiz Xitoymi, xalqaro jamiyatmi Uyg'urlarga o'xshash qaraydi. U bo'lsimi Uyg'urlar az sonliq millat, Xitoydagi az sonliq millat va shundaqla Uyg'urlarning vatani bo'lgan Sharqiy Turkiston davlat emas. Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayoni Jungodagi. Shunda qaraydi. Xitoymi shunda qaraydi, xalqaro jamiyatmi shunda qaraydi. Mustamlika deb e'tirof qilmagandiki shunda qaraydi. Mustamlika e'tirof qilmagandiki shunda qaraydi. Undaq bo'lsa, biz nima uchun o'zimizning mustaqil bo'la oladigan bo'lolmaydiganligimiz haqida BDTning qonunlaridan izlab yurimiz buni? Chunki dunyoninki qoidasi u. Dunyoning qoidasi deganlar sizningki haqiqatingizni e'tirof qilmasa, sizningki mustamlikaliginizni e'tirof qilmasa, sizningki davlatingizning munqaz bo'lganligini e'tirof qilmasa, siz nima deb ularning qonunlarini e'tirof qilasiz undaqda? To'g'ri, agar e'tirof qilmasangiz sizni o'ltirdi, yo'qitdi, shuni tugaysiz. Hech nima qilolmaysiz vaqtida. Chunki sizning Xitoy o'ltiryapti, yo'qotyapti, lekin undaqasi yo'qolishimiz kerakanda sizningcha butun dunyoni oldida qarshimizga yo'q, biz qarshilik ko'rsatamiz. Xitoyga qarshilik ko'rsatamiz.
Xalqaro jamiyatga mi qarshilik ko'rsatamiz? Xalqaro jamiyatga siz nima ish qila olasiz vaqtida? Nima ish qila olasiz vaqtida? Ya Okay. ya ziminingiz yo'q. Tibetning daramsaladek bir zimini bor. Shunaqa askarlarni tarbiyalaydi, xalqini hech bo'lmagan saqlab qilyotdi xalq. Sizga biror parcha ziminni biz shunday qilishimiz kerak. Ya'ni biz nima uchun biz vatan sirtida, vatan ichida qarshilik ko'rsatamiz, kurash qilamiz? Siz deyotgan mushundaq sharoitlarni yaratish uchun. Bizningki vazifamiz shu. Vazifamiz shu. Hergizmi kishilik huquqmi, egilik huquqmi, xalqaro qonunda biz mustaqil bo'lsak bo'lamdi, bo'lmamdi deydigan bunda o'ynashlar emas bizning ishimiz. Bizning ishimiz sizning qarshingiz. Ahmetcan biz deb so'zlamang. Bu sizning qarshingiz, bizning emas. Chunki hammadan siz bilan o'xshash qarmaydi. Bu yerda bu Uyg'urlarning mustaqilligi uchun yo'l izlayotgan nurg'un odamlar bor. Hammadan qalasi o'xshash emas. Nurg'un formula, nurg'un yo'llar va bu yerda Uyg'urlarning haqlari uchun kurashayotganlar, da'vo qilayotganlar, sizdek so'zlayotganlar, hammasi har xil o'ylaydi. Uyg'urlar bunday yo'l bilan lekin bu yerga so'z bilan olmaydi hech qanday qish. So'z bilan olmaydi. Bir yo'l xaritasi chiqish kerak o'tirgan. Bu so'zlashni hammadan biladi, nurg'un narsani biz so'zlaymiz. Asiya yo'l kelgan bo'yicha. Yo'l xaritasi bo'lsa hech nima qila olmaymiz biz. Bu yerdagi gap bizning kishilik huquqmi, egilik huquqmi deganda ikkimiz tushunmayapsak, bu yerda bu o'xshamaydi deganimiz unda emas. Men sizga tushuntirib bo'ldim, kishilik huquqda mustaqil bo'ldi ikki bir davlat Kosovo. Kishilik huquqda mustaqil bo'lamidi demokratik davlat yashayotganligi uchun Kataloniya. Buningdimi aniq misolni siz Uyg'urlarning masalasi egilik huquq masalasimi, kishilik huquq masalasimi? Mushunga biz javob berolmayapsak ishkaylan. Masalan, men muhim emas, mustaqilligingiz muhim. Agar kishilik huquqda mustaqil bo'lsangiz, muhim emas bo'ladi. Mushunga siz agar mening masalam kishilik huquq masalasi desangiz, u chog'da siz o'z taqdirini o'zi belgilash va ro'y sinashga menishingiz kerak. Yani özünüzde Cumhuriyet'teki bir asallık millet şeklinde görüp durup, anından keyin siz müstakillikten ibaret bu siyasi talabni talep kılışınız gerek merkez hükümetten. Çünkü de, lekin bizdeki meselemiz bunda emas olsa, bizning meselemiz egilik huquqimiz Xitoy tarafidan changsilinib, kuch bilan tortib olingan. To'g'ri. Shunga biz mustaqillik bizning siyosiy talabimiz emas. Biz mustaqillik talab qilmaymiz. To'g'ri. Biz mustaqillik talab qilmaymiz. Mustaqillik talab qilasiz, lekin mustaqillik talab qilishniki yo'liga kira olishingiz kerak. Sizning qonuniy asosingiz bo'lishi kerak mustaqillik talab qilish. Qonuniy asos? Ha. Men mustaqil edim. Uyg'urlar mustaqil bir davlat edi. Xitoy Manchu imperiyasi Xitoyningki bo'g'isi bo'lgan. Xitoyningki ayrim bir millat. Ve Xitoy mirosxo'ri Manchu imperiyasininki. Mirosxo'ri emas, Shanxay inqilobi degan inqilobni qo'zg'ab, sunjonsanlar, Uyg'urlarni qatnashgan Golovxiy deganlar, nurg'un millatlar qatnashib, imperializmni ag'dirib tashlash degan dunyoviy cho'ng iqimda xalqaro yordamida ag'dirib tashladi Manchu imperatorligini. Bundan ag'dirib qolgan Uyg'urlar, Osiyo Uyg'urlar Manchu imperiyasining mustamlikasi etdi, burun shundaqdi. Hozir Cumhuriyet Xalq Jamhuriyatining mustamlikasimi? To'g'ri. Unda olsa o'xshash gap degan gapda, demak Cumhuriyet Xalq Jamhuriyati Cumhuriyet Xalq Jamhuriyati Sharqiy Turkistonni qanday mustamlik qildi Osiyo? Qanday mustamlik qildi? Cumhuriyet Xalq Jamhuriyati-ku qarang. Xalqarada mustamlik qildim deb kirmadi u yerga. Ishlab chiqarish qilish mumkin deb kirdi. Mening onun bilan karim yo'q. Kirdi degan gap yo'q bu yerda. Cumhuriyet Xalq Jamhuriyati Sharqiy Turkistonni mening ayrilmas ziminim degandiki, mushu asosni nereden akildi desangiz, men yag'an tarixi Manchu imperiyasiga varislik qilaman. Shu Manchu imperiyasi degan China men shu deydi. Buni ashta desin demisin? Ya desin degan gap yo'q bu yerda. Bo'lmasa bizning haqqimiz yo'qolib ketadi bu yerda. Bizni kim mustamlik qildi deb o'zimiz bilan o'zimiz urushib ketamiz anandan keyin. Lekin Manchularni Xitoyni Manchuning davomi deyolmaysiz. Manchu boshqa bir davlat u.
Başka bir Ya millet, başka bir to'g'ri, hakimiyet. to'g'ri. Lekin Sharqiy Turkistonning Uni bir ag'dirib mustamlik etdi. Xuddi Osmoniylar imperatorligi ag'dirilib ketib, Misr, Saudiya Arabiston birmush davlatlar qurildi. Uni siz Osmoniylarning davomi demsiz? Unda desangiz Misrliklar qalbingizda yer yutadi u yerda ochiq gap. Biz hozir mustaqil davlat deydi. Unda ish yo'q. Mustaqil davlat bo'ldi, parchalandi, tugadi. U Osmoniylar hech qanday aloqasi yo'q. Tarixda shunday mustamlik qilibdi bizni. Mustamlika oxirlashdi, tugadi. Xuddi manjularmi shu imperialga o'xshash. U parchalandi. Agar biz shu vaqtda mustaqil bo'lgansak, mustaqil bo'ldik. Bularmiz yog'andan tortib oldi bizning zaminni. Bu yerda Gomindan mustamlik qildi. Undan keyin Xitoy qildi. Xitoyninki qonuniy asosi yo'q. Hech qanday qulda xiti yo'q. Bizni mustamlik qilganligiga doir. Bizning egilik huquqimiz Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetiga tabe bo'lganligiga doir hech qanday qonuniy vujud yo'q Xitoyninki. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetininki qo'lida hech nima yo'q. Chunki ayni vaqtida Gomindan bularga hokimiyatni qonuniy o'tkazib bergani yo'q. Ular qechib ketdi, tashlab qo'yib. Tayvanga qochdi jonjashlar. Shunaqa bular qonunsiz egalladi zaminni. Bizning zaminga kirdi. Tinchlik degan gapni nima ishlatdi u? Tinchlik bilan ozod bo'ldi degan gapni shu xalqarada mustamlik qildi degan nomga erishib qolmaslik uchun. Shu bu yerda nurg'un xalqaro masalalar bor, Uyg'urlarniki mustamlik bo'lib qolishniki xalqarada e'tirof qilinmasligida. Agar biz qurolli harakat qilamiz, mustamlikka ekanligimizni, mustamlikka salohiyatimiz bilan bu davom qilamizdak, oldi bilan xalqaro bizning mustamlikka bir xalq biz ekanligimizni, zaminimizning Xitoyning tarixidan bu yoqqa bir parchasi emas, balki Uyg'urlar birini davlat qurgan, Manju imperatorligidan tortib, andan keyin mustamlik qilinib, Xitoylarning aldamchiligi bilan bu zamin tortib olingan, hozircha erkiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millat ekanligini bu tarixiy faktlar bilan bir isbotlash kerak. Falastinda butun dunyo bizni qo'llaydi vaqtida. Bu temini Asiya Xanim yeni bir programma ishlab suhbatlashsak bo'g'dak. Chunki hozir vaqtimiz qolmadi. 2 soat bo'lib ketdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Asiya Xanim. Bugungi suhbatimizning mehmini bo'lganligingizdan ko'p suyundik. Sizga ko'p rahmat, hurmatli ko'rarman, anglarman. Bugungi men shunda qarayman programmamiz shu yerda oxirlashidi. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Bo'ldi, xo'sh, Allohga emanet. Qarindoshlar.